Bitta qoidani bilib olinglar. Shaxsiyati qancha bo'lsa, insonni shaxsiyati qancha kuchli bo'lsa, topadigan puli ham shuncha bo'ladi. Inson akademiyasining asoschisi, biznesni tizimlashtirish bo'yicha yetuk mutaxassis inson Bobur Musaboyev. O'ylaymanki, bizdan olgan tajribalar bir kun kelib unutilib ketsa ham baribir miyada ishlaydi. Hozirini o'ylaydi kambag'allik formulasida. Ya'ni hozir yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ya'ni pul kerakmi desa, pul kerak. Lekin muvaffaqiyatning asl formulasi emas pul. Pul prosta instrument. Biz xalqni o'ylaydigan bo'lsak, jamiyatni o'ylaydigan bo'lsak, Alloh bizning hamma muammolarimizni hal qilib qo'yadi. Muvaffaqiyatsiz biznesmenlar hozir $1000 ga bitta yaxshi ish olganimdan ko'ra o'zim ishlayman. 10 yildan beri bitta do'kon ichida ishlab yuraman. Yaxshi savollar bilan aktiv bo'ldinglar. Hammalarga rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli o'quvchilar, bugun mana maktabimizga bir buyuk shaxs tashrif buyurdi. Inson akademiyasining asoschisi, biznesni tizimlashtirish bo'yicha yetuk mutaxassis inson Bobur Musaboyev o'zini jamoasi bilan tashrif buyurdi. Marhamat, bolamiz Bobur aka. Boshlanadi bo'lmasa. Aha, xush kelibsiz maktabimizga. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Ozgina o'quvchilarimizga o'zingizni malakalaringizni ulashib, ozgina maslahatlaringizni bersangiz, juda ham xursand bo'lardik. Rahmat. Rahmat. Xo'p. Demak, kayfiyatlar yaxshimi bolalar? Xo'p. Suhbatlarimiz xayrli, manfaatli bo'lsin. Ko'rishib turganimdan xursandman sizlar bilan. Xo'p, men ismim Bobur. Tadbirkorman, 15 yildan oshiq vaqt bo'ldi. Yoshligimdan boshlaganman biznesni. Xo'p, bugun inshaalloh suhbat davomida qisqacha o'zimizning bilimlarimiz bilan ulashamiz. Alloh xayrli, manfaatli qilsin. Xo'p, kim 5-sinfdan kichkina? Kim 6-sinf? Bu yerda qanaqa o'zi sinflar? 7, 8, 9, 10, 11 demak. Bo'ldi, 7 dan yuqori. Demak, ancha o'zini aqlini topib olgan yoshlar ekan, xudo xolasa. Xo'p, demak, slaydlarimiz qo'yish uchun men monitor bor deb o'ylagandim va slayd tayyorlab kelgandim. Slayd bo'lsa, odatda tartibliroq bo'ladi mavzumiz. Xo'p, o'tirib gapirish menga o'zi odatda sal noqulay bo'ladi, lekin mana shuni bittasini olib tashlasak, mana shuni o'rtadagisini bolalar. Bo'ldi. Tikka turib, ora-orada o'tirib gapiraveraman. Xo'p, o'zim haqimda qisqacha. Slaydda endi monitorda qo'yilishi kerak edi. Men qarshi bo'lmasanglar telefonimdan qarab gaplashaveramiz. Xo'p, 11-sinflar nechta bu yerda? Qo'l ko'taringlar chiqadi. 11-sinf. 1, 2, 3, 4. Xo'p, 7-sinflar nechta? Kichkina sinflar ko'proq ekan, demak. Yaxshi, malades. Xo'p, o'zim haqimda 10 mingdan ortiq tadbirkorlarga shu paytgacha ta'lim berganmiz. Inson Business Academy guruhimiz bor, ya'ni loyihamiz bor. Bu loyihamiz orqali. Xo'p, 20 dan ortiq kompaniyalarni, katta kompaniyalarni individual shaklda tizimlashtirib berganmiz. Va o'zimni paket sohasida biznesim bor. Yana konsalting sohasi, kitob sohasida umuman bizneslarim bor. Qisqacha o'zim haqimda olgan bilimlarim, biznesga tegishli marketing, savdoni oshirish, boshqaruv, xodim boshqaruvi. Yana umuman fiqhiy ilmlar, ustozlardan ilmlarni olganman. Kim o'zi biznesga qiziqadi? Biznes qilishga. Shuni bilinglarki, asl biznesni, ya'ni ilmni fundamenti bu biznes ilmlarida deb o'ylayman. Bay ilmi deyiladi, bay. Bay nima degani? Savdo, umuman biznes ilmi desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki hayot qonun qoidalari mana shu bay ilmidan iborat hisoblanadi. Ulamolarni biridan so'rashgan ekan. Nikoh haqida, qo'ni-qo'shnichilik haqida, savdo haqida so'rashganda bay kitobini yozib qo'yganman, o'qisanglar bo'lmaydimi degan ekan. Ya'ni nima aloqasi bor buni nikohga, oilaga deydigan bo'lsa, hammasiga tegishli shablonlar, qoidalarni mana shu baydan o'rgansa bo'ladi. Ya'ni bayni ilmini bilgan odam, savdo ilmini bilgan odam, to'g'ri savdo qilish, halol bo'lish ilmini o'rgangan odam boshqa hayotda ham qiynalmaydi deb o'ylayman. Xo'p, va aynan mana shu masalalarda ham ilmlarni o'zlashtirganmiz. Xo'p, dars davomida kasbda iste'dodning ahamiyati haqida gaplashamiz. Ya'ni
iste'dodni kasb bilan nima aloqasi bor? Iste'dodni qanaqa qilib aniqlash mumkin? Nima degani o'zi iste'dod, bilasizlarmi? Talant. Yanachi, nima fikrlar bor? Iltimos qilaman, bemalol aktiv qatnashaveringlar. Hech qanaqa bir yig'ilishlar emas bu, shunchaki ilm almashish, tajriba almashish. O'ylaymanki, bizdan olgan tajribalar bir kun kelib unutilib ketsa ham baribir miyada ishlaydi u. Kim beruvdi bu bilimni? Qachon oluvdim degan narsa bo'lmaydi, baribir unutilib ham ketadi kim berilganligi, lekin ma'lumot qoladi va sizni hayotingizda fikrlashingizga, hayotingizda to'g'ri qarorlar qilishingizga inshaalloh ta'sir qiladi. Shuning uchun aktiv qatnashsanglar, bu sizlar uchun foydaliroq bo'ladi. Xo'p, demak, dars davomida yana demak iste'dodni qanaqa qilib aniqlash mumkin? Hozirgi kunda bizning xalqimizning aksariyati mana shu iste'dodni aniqlamaganligi uchun va mana shu iste'dodi bilan kasb qilmaganligi uchun muammoda yuribdi. Qanaqa muammoda? Moddiy muammoda, ya'ni yaxshi pul topolmaydi va undan tashqari hayotiy xotirjamligi yo'q. Qanchalik bu kasbdagi, hayotdagi bir-biriga bog'liq, ya'ni iste'dodni hayotdagi, kasbdagi ishlarga nima aloqasi borligi haqida inshaalloh gaplashamiz. Xo'p, oliy maqsad haqida, ya'ni bu hayotga nima uchun kelganmiz, o'zi nima qilishimiz kerak bu hayotda? Nima qilsak to'g'ri bo'ladi? Mana shular haqida gaplashamiz. Biznesga ilm yoki pul muhimligi haqida. Men endi asosan biznesmen odamman. Ko'p narsani biznesga bog'layman. Ko'pchilikning fikrlashi bor, biznesda pul muhim degan narsa. Qilib ko'rganlar bormi? Kichkina bo'lsa, men sizlarning yoshinglarda уже bitta-ikkita biznes qilib ko'rganman. Kim biznes qilib ko'rgan? Zo'r. Nimadir olib sotib ko'rganmisizlar hech bo'lmasa? Ana shu ham biznes hisoblanadi. Men o'sha maktabni bitirmasdanoq уже men biznesni boshlaganman. Taxminiyalik olib sotishlikni boshlaganman. Alohida biznes deb qaramas ekan. Demak, ilm kerakmi yoki pul muhimroqmi biznesga? Ko'pchilikning fikrlashi $10,000 pulim bo'lsa edi yoki $100,000 pulim bo'lsa edi, hozir dahshat biznes qilayotgan bo'lardim. Pulning umuman ahamiyati yo'qligi haqida bugun inshaalloh gaplashamiz. Endi mana shu mavzular sizlarga qiziqmi? Qiziq bo'lsa gaplashamiz, bo'lmasa majburan bu yerda o'tirgan bo'lsanglar, qiziq emas, uncha foydasi yo'q, vaqtinglar zoya ketadi. Undan ko'ra qiziqqan ishlarni chiqib qilganinglar yaxshiroq bo'ladi. Va men o'ylaymanki, bu maktabda hech kimni majburlash metodikasi yo'q. Chunki sizlarning maktabinglarimiz ko'pchilikka maqtaymiz. Sababi bu yerda majburlash, bir nima deydi, o'qitishni boshqacha bir majburlash usulidan foydalanilmaydi deb o'ylayman. Xo'p, darsdan ko'proq foyda olishinglar uchun men tavsiyalarim. Birinchi o'rinda chalg'imanglar. Bu ilm siz uchun eng muhim narsa. Ilm insonning o'sish nuqtasi. Ilm insonning muvaffaqiyatini kaliti desak bo'ladi. Shuning uchun ilm olayotgan odam maksimum e'tiborini chalg'itmaslik kerak. Ilm olish odoblari mana shundan iborat. Xo'p, agar yozadigan nimadir bo'lsa, yozib olinglar. Yo'q bo'lsa, telefonga yozib olsanglar ham mayli. Men darslarga borsam telefon o'ynab o'tirganga o'xshayman, lekin odatda men yozib olaman. Telefonimda zametkam bor, ochaman, sirasi yozib ketaman olgan bilimlarim. Ya'ni yozib olishni foydasi 7 barobar ko'proq bo'ladi. Minimum. Chunki yozayotganda miya 7 martagacha qaytarar ekan o'rtacha. Hop. Faol bo'lsanglar sizlarga foydaliroq bo'ladi. Ya'ni qo'l ko'tarib yoki qo'l ko'tarmasdanmi farqi yo'q. Savolingiz bo'lsa, shunday savol bersangiz bo'ladi. Mavzuga tegishli bo'lsa agar. Kelishdikmi? Xo'p, xalq orasidagi noto'g'ri tushunchalar mavzusidan boshlaymiz. Zo'r slaydlar bor edi, bo'lganda zo'r bo'lardi. Keyingi safarga xudo xolasa inobatga olib. Xo'p, demak, xalqimizda orasida noto'g'ri tushunchalar bor. Ularning birinchisi pul bo'lsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ya'ni pul ko'p bo'lsa zo'r bo'ladi deydi. Pul qanchalik hayotda muvaffaqiyatni o'rnini egallagan, nima deb o'ylaysizlar? Ya'ni baxtli bo'lish uchun pul necha foiz rol o'ynaydi? 70%, 80%, 50%, 30%. Endi men o'zimcha taxmin aytaman, buni tadqiqot qanchalik qilingan yoki qilinmagan. Uzog'i bilan 5%. Uzog'i bilan 5%. Bu ham katta gap 5% bo'lsa. Chunki shunaqa baxtsiz insonlar bor, milliard puli bor. Milliard puli bor. Butun nima deydi, anjonni sotib olishga puli yetadigan insonlar bor. Lekin baxt yo'q. Ya'ni pul kerakmi desa, pul kerak, lekin muvaffaqiyatning asl formulasi emas pul. Pul prosta instrument.
Xo'p, ishlar yurishib ketadi degan fikrlar bor. Ishlar o'zidan o'zi yurishib ketmaydi. Shuni esinglardan chiqarmanglar. Yozib qo'ysanglar ham mayli. Ishlar o'zidan o'zi yurishib ketmaydi. Siz to'g'ri bo'lasiz va sababini qilasiz. Mana shunda ishlar yurishadi. Ya'ni o'zidan o'zi ishlar yurishib ketmaydi. Ba'zilarda shunaqa tushuncha bor. Bir ishlarim yurishib ketsa yaxshi bo'lib ketaman yoki falonchini ishlari yurishib ketibdi deydi. Yo'q, u yurishib ketmagan, u nimanidir to'g'ri qilyapti. Tushunib olyapsizlar? Mana shu tushunchalarni olib tashlashimiz kerak. Kimdir qo'llab yubordi degan tushunchalar bor. Biz xalqimiz orasida bor shunaqa narsalar. Ya'ni kimdir podderishka qilyapti-da deydi. Yo'q, hech kimni podderishka qilmaydi, shuni bilib olinglar. Qarindoshni ham podderishka qilish uchun ham sizda nimadir bo'lishi kerak. Ya'ni o'zidan o'zi hech kim podderishka qilmaydi. Shunaqa tushunchalarni olib tashlash kerak. Tanishlari ko'p degan narsa bor. Tanishlari ko'p bo'lish uchun ham odamning tajribasi, ilmi bo'lishi kerak. Tanishlarining oldida hurmat qozonish ham bir ilm. Ilmi bor insonlarni tanishlari hurmat qiladi va qayergadir tanishlaridan xizmat so'rab borsa yo'q demaydi. Demoqchimanki, tanishi borlik bu nima deydi? Ilmi bor, tajribasi bor insonlarda ish beradi. Millionta tanishingiz bo'lsin, sizning tajribangiz, ilmingiz yo'q bo'lsa, hurmatingiz ularning oldida bo'lmasa, demak, natija bo'lmaydi. Omadli ekan. Shunaqa tushuncha ham bor. Kim omadga ishonadi? Qo'l ko'taramiz. Omadga ishongan. Kim ishonmaydi omadga? Hali 8B degan omadmi demadingiz yaxshi. Xo'p, yaxshi. Nimaga ishonmaysizlar omadga? Ya'ni omadga ishonmaydiganlar. Kim umuman qo'l ko'tarmaydi? Ha. Omad nima o'zi? Omad. Yonda bir narsaga qo'yilgan narsa. Aha. Xo'p. Omad bu, yaxshilab bilib olinglar. Yaxshi insonning farzandi bo'lish. Undan boshqa hech qanaqa omad yo'q. Ya'ni yaxshi oilada tug'ilish omad. Ya'ni boy oilada emas. Boy oila nazarda tutilmayapti. Yaxshi oilada tug'ilish, yaxshi insonning farzandi bo'lish eng katta omad. Ya'ni iymonli oilada tug'ilish eng katta omad. Bundan katta omad yo'q. Va bundan boshqa omad yo'q umuman. Qolgani Alloh tomonidan o'zingizni harakatingizga qarab beriladigan narsa. Xo'p, demak, boy bo'lish yaxshimi yoki kambag'al bo'lish yaxshimi? Yoki mana mayli boy bo'lish yaxshi, xo'p, imkoniyat ko'p bo'ladi. O'zi umumiy boylar orasida yaxshi insonlar deb oladigan bo'lsak, boylar yaxshi odamlarmi, kambag'allar yaxshi odamlarmi? Boylar deganlar qo'l ko'taramiz. Kambag'allar yaxshi odamlar deganlar qo'l ko'taramiz. Umuman qo'l ko'tarmaydiganlarni qo'l ko'taramiz. Nima fikrdasizlar? Umuman qo'l ko'tarmaydigan. O'ziga bog'liq, ha? To'g'ri. Lekin aslida boylar chin kambag'allardan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Shuni esinglardan chiqarmanglar. Men kambag'allarni yomon demoqchi emasman, chunki kambag'al bo'lishlikda yomonlikka moyillik ko'proq bo'ladi. Ya'ni nima uchun bunaqa desa, bizni diyorlarimizga boylar yomon degan tushunchani butun dunyoda kerak bo'lsa, kinolar orqali, filmlar orqali sindirib tashlashgan. Nima uchun bilasizlarmi? Boy bo'lishga miyada to'siq paydo bo'lish uchun. Va boy bo'lib ketiladigan bo'lsa, katta haligi nima deydi, tashkilotlarga xavf paydo bo'ladi. Ya'ni dunyo miqyosidagini aytyapman. Dunyo miqyosidagi katta tashkilotlar bor, u musulmon bo'lmagan insonlarni aytyapman. Ularga xavf paydo bo'ladi. Shuning uchun butun dunyoda miyani podsoznательный shu boy bo'lish yomon degan tushunchani kinolar orqali ko'rsatadi. Kinolarda boy odamlar yomon rollarda bo'ladi. Vaholanki sanoqli insonlargina xolos boylarning ichida yomon bo'ladi. Chunki shaxsiyati, shuni bitta qoidani bilib olinglar, shaxsiyati qancha bo'lsa insonni, shaxsiyati qancha kuchli bo'lsa, topadigan puli ham shuncha bo'ladi. Ya'ni boyib ketishning iloji yo'q, shaxsiyati kuchli bo'lmasdan turib. Ya'ni tushunyapsizlar-a? Muomala madaniyatini bilmasdan boyib ketishning iloji yo'q. Aytaylik, odobni bilmasdan boyib ketishning iloji yo'q. Kamdan kam umumiy boy insonlarni bir 100 ta deb oladigan bo'lsak, 90-95 tasi katta ehtimol bilan yaxshi insonlar bo'ladi. Nimaga?
ularda nima deydi? Avvalo boy bo'lgan insonda ilm olish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Va avvalo qanaqadir tajribasi borligini evaziga unga beriladi boylik. Ya'ni loyiq bo'lgan insonlarga beriladi. Demoqchimanki, miyadan chiqarib olish kerak. Boy bo'lish yaxshi bo'lish imkoniyatiga yaqinroq. Va umumiy yana statistika bo'yicha qarasak, kambag'allarning ichida protsenti ko'proq yomon bo'lish ehtimoli. Chunki yo'qchilikdan ko'p yomonlikka borib qo'yadi. Ilm olish ehtimoli kamroq bo'ladi. Ilm olish pul talab qiladi kerak bo'lsa. O'qish pul, institutlarda o'qiysiz, yerda bu yerda o'qiysiz, bu pul turadi va moddiy imkoniyati kam bo'lgan insonlarda ilm olish ehtimoli kamroq bo'ladi. Ilm olmagan insonda juda bir nima deydi, yomon odatlar shakllanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun kambag'allikdan panoh so'ranglar deyilgan hadislarda. Savolingiz bormi? Kambag'al degani kimlarni nazarda tutyapsiz? Puli kam insonlar. Puli kam insonlarni nazarda tutyapti. Men kambag'al insonlarni hammasini yomon demoqchi emasman. Kambag'al bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak demoqchiman. Bu yerda bu mavzuni aytishimdan asosiy maqsad miyadagi shu boylar yomon degan tushunchani olib tashlaylar. Boylar katta ehtimol bilan yaxshi bo'ladi. Kamdan kam. Hali o'tish davri bo'lgan mana biz O'zbekistonda nima deydi? Mustaqil bo'lgan paytimizda kim nima olib kelsa ham boyib ketavergan. Ular shaxsiyati kuchli bo'lmasa ham o'sha o'tish davrida nima bo'lib qolgan? Puli ko'payib ketib qolgan. Ular tez orada yo o'zini tikkalab olishgan shaxsiyatini yoki bo'lmasam yo'q bo'lib ketishgan. Ya'ni pullari ham yo'q bo'lib, kambag'al bo'lib ketganlar juda ko'p. Demoqchimanki, shaxsiyatingiz qancha, topadigan pulingiz shuncha bo'ladi. Shaxsiyat deganda shu muomala, odamlarga yaxshilik qilish, va hokazo mana shu narsalar shaxsiyati kattaligini bildirib turadi. Shaxsiyatingiz kichkina bo'lsa, topadigan pulingiz ham kichkina bo'ladi. Bu mavzuga hozir to'xtalamiz dars davomida. Savol kimdadir bormi? Ha, avvalo mana bitta narsa, ya'ni boy to'liq yaxshi ham demayapman. Kambag'al to'liq yomon ham demayapman. Prosta ehtiyot bo'lish kerak. Hadis bor. Kambag'allikdan panoh so'ranglar degan. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari duolarida kambag'allikdan panoh so'raganlar. Endi siz aytayotgan narsa boylik ko'zni ko'r qiladi degani. Agar noloyiq holatda boy bo'ladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan u sizga zarar yetkazadi-da. Ya'ni odatda har bir inson yaxshi imkoniyatlari bo'lishini so'raydi Allohdan. Boy bo'lish haqida har xil usulda so'raydi inson. İmkoniyatlarim yaxshi bo'lsin deydi, boy bo'lib ketay deydi, kimdir, hamma har xil usulda. Lekin loyiq bo'lmasangiz, sizga agar beriladigan bo'lsa, u sizning zararingizga bo'ladi. Odamlarga zarar yetkazadigan boy bo'lasiz. Ya'ni mana shu ma'noda aytilgan bo'lsa kerak. Boylik ko'zni ko'r qiladi degan. Ya'ni inson o'zini tutib turmasa, boy bo'lish xavfli hisoblanadi. Shuning uchun ikkalasining me'yori yaxshi. Xo'p, demak, boy bilan kambag'allarning nima farqi bor? Nima deb o'ylaysizlar? Boylar bilan kambag'allarning farqi nimada? Ha, shu puldan tashqari nimada? Boylar nima uchun boy, kambag'allar nima uchun kambag'al? Qana aytingchi siz? Boylar maqsadini qo'yib boy bo'lishga, kambag'allar maqsadini qo'yib harakat qilishmagan. Malades, zo'r. Yaxshi, yanachi? Boylar ularni kesishadi, kambag'allar keyin buncha yo'q. Malades, zo'r. Iqroni o'quvchilari yaxshi, malades. Kambag'allar ham doim shu misol, yashayotgan narsasini ham shunga yetadi deyishadi. Boylar ham doim oldinga. Zo'r, malades. Boylar harakat qilishadi, kambag'allar ko'proqdan yashashadi. Malades, zo'r. Qani, singlim? Ishni yaxshi qilishadi, ya'ni oz narsadan ko'p narsani qilish ilmini bilishadi. Tadbir qilishni, zo'r. Kichkina narsadan katta narsalar yasashni. Zo'r, malades. Keling, men sizlarga asosan boy bo'lishga sabab bo'lgan va kambag'al bo'lishga sabab bo'lgan bitta odat haqida gaplashamiz. Ya'ni bitta odat emas. Kambag'alni kambag'al qilgan nima va boyni boy qilgan nima desa, bu bitta narsa. Nima u desa? Yo'q. Bu fikrlash. Prosta fikrlash. Ya'ni fikr nima o'zi? Fikr hamma narsani boshi. Hamma narsani boshi fikr hisoblanadi. Ya'ni o'sha fikrlash tarzi boylarcha bo'lgan odam o'z-o'zidan boyib ketaveradi. Fikrlash tarzi kambag'allarcha bo'lgan odam o'z-o'zidan ishoning $1 million bersangiz ham kambag'allashib qolaveradi yani. 1 yilga bormasdan. Demak, nimani o'zgartirish kerak desa, bitta narsani. Bu fikrlashni. Tamom. Chunki hamma narsa niyatlarga bog'liq deydi.
amallar niyatlarga bog'liq deyiladi. Niyat nima desa o'sha fikr. Fikrlardan kelib chiqadigan xulosa niyat hisoblanadi. Xo'p, qo'l ko'tarayotgan ukamiz. Oila kambag'allar tez pul topishsa. Zo'r, malades. Ancha narsani bilasizlar ekan. Xo'p, kambag'allik formulasi. Kambag'allar ko'pincha ayb menda emas deydi. Mana fikrlash tarziga kirishyapmiz. Ayb menda emas, boshqalarda deydi. Kech qolib ketdi desa, yo'lda probka bo'lib qoldi, va hokazo va hokazo. Nima uchun men ertaroq chiqmadim? Nima uchun men ertaroq uyg'onmadim? Demaydi. Har qanday holatda, qayerda bo'lmasin, ayb o'zida emas, boshqa qayerdadir sabab bor. Bu 100% kambag'allik formulasini birinchisi bu. Eng birinchi o'rinda turadi. Aybni boshqalardan qidiradi. Ayb o'zi aslida bo'lishi mumkin. Insonda har doim 100% ayb bo'lmasligi mumkin, lekin 90% ham ayb sizda emas, 5%, 10% sizda ayb bo'lishi mumkin. Inson ana shu 5-10% bo'lsa ham aybim bordir degan narsani topsa, muvaffaqiyatli bo'ladi. Ya'ni ozgina narsani sabab qilib ayb menda emas demaslik kerak. 90% ayb menda emasdir balki, lekin 5-10% bor menda ham. Nima qilish kerak? Muvaffaqiyatli inson 90% aybdor emasligini ko'rmaydi, qaramaydi. Aybdor qismiga qaraydi. Men haqiqatda men ertaroq tursam, ertaroq kelgan bo'lardim deydi. Kimga tushunarli bo'lyapti? Zo'r. Xo'p, birinchisi demak, kambag'allik formulasi ayb menda emas deydi. Ayb har doim boshqalarda bo'ladi. Har doim. Faqat unda ayb yo'q bo'ladi. Xo'p, doim negativ o'ylaydi. Nima dedim? Doim negativ o'ylaydi. Nima degani bu negativ? Hisob oling. Ha. Bu hayotda to'ppa-to'g'ri. Do'st orttirmoqchi bo'lsangiz ham faqat yomon tomonini ko'rasiz. Vaholanki bekami ko'z do'st yo'q. Oilada, qarindosh urug'chilikda, sherikchilikda, biznesda, hamkorlikda farqi yo'q. Yomon tomonini ko'ra oladi, yaxshi tomonini ko'ra olmaydi. Negativ insonlar, shu kambag'al toifasidagi, ular ma'lum bir pog'onadan etapga, keyingi etapga chiqa olmaydi. Demak, nima ekan? Doim negativ fikrlaydi. Har doim aybdor shu negativ, ozgina gaplashsangiz, davlat yomon, falon yomon, piston yomon. Kimga negativ bo'lsa, aslida bu Allohga negativlik qilayotgan bo'ladi. Chunki hamma narsani Alloh beradi, davrni ham, har qanday holatni ham, yomg'irda ham, qorda ham Alloh beradi. Muvaffaqiyatsiz insonlar ko'pincha negativ tomonini ko'radi. Masalan, o'qituvchi o'rgatyapti deylik. Nimadir kamchiligi bormi desa, bor. Negativ odam ana shu kamchiligini ko'raveradi. Pozitiv odam yaxshi tomonlarini ko'radi. Chunki bekami ko'z insonning o'zi yo'q. O'qituvchilaringiz orasida ham kimdir gapirishda qiylanadi. Kimdir qaysidir tomonlama bir kamchiligi bor. Negativ odam nima qiladi? Muvaffaqiyatsiz odam deb qarasak bo'ladi shuni. Nima qiladi? O'sha kamchiliginigina ko'radi. Unaqa insonlardan hech qachon muvaffaqiyatli inson chiqmaydi, qachonki o'zini to'g'rilamasa. Hozirini o'ylaydi kambag'allik formulasida. Ya'ni hozir yaxshi bo'lsa bo'ldi. Keyinini qizig'i yo'q. Boylar bo'lsa uni teskarisi bo'ladi. Hozir unga ham to'xtalamiz. Ya'ni hozirini o'ylaydi. Hozir yaxshi pul topsam bo'ldi. Hozir yaxshi oylik olsam bo'ldi. Keyinroq haqida qizig'i yo'q. Hozir degan narsani o'ylaydi. Va doim yordam kutadi. Tushuntira olyapmanmi? Doim yordam kutadi. Qarindoshim, falonchi boy qarindoshim bor, yordam bersa edi. Rahbarim bor, yordam bersa edi. Kimdir puli ko'proq, kimdir qo'shningiz yaqin, do'stingiz farqi yo'q. Yordam bersa, ya'ni so'zma-so'z aytmasligi mumkin, lekin shunaqa pozitsiyada turadi. Shuning uchun oluvchi qo'l qilmagin Allohim, beruvchi qo'l qilgin deb so'rash kerak. Tushunyapsizlar? Oluvchi qo'l bo'lib qolishlik bir umrga oluvchi qo'l bo'lib qolishingizga sababchi bo'ladi. O'zlariga bahona qilishadi. Hozircha yordam olib turibman-da, keyin xudo xolasa biz ham beramiz deydi. Yo'q, hech qachon beruvchi qo'l bo'la olmaydi. Beruvchi qo'l bo'lish uchun ko'p pul topish shart emas. 10 ming so'm topyapsizmi? 1000 so'mini bersiz, berishni o'rganasiz, berganga Alloh beradi. Xo'p. Kambag'allik formulasini yana biri yomon muhitda bo'ladi. O'ziga o'xshagan insonlar bilan, negativ insonlar bilan muhitda bo'ladi, bitta muhitda.
Ideyani tushunyapsizlarmi? Ya'ni muhitni o'zgartirishga harakat ham qilmang. Hali aytganimdek, insonni topadigan puli o'zini saviyasiga bog'liq. Mana shunday bir xil turadi. Topadigan pulingiz, demak, sizning saviyangiz. Hech qachon saviyangiz yuqori, topadigan pulingiz kam bo'lmaydi yoki topadigan pulingiz ko'p, saviyangiz kamroq bo'lmaydi. Teng bo'ladi. Endi qayerdan kelib chiqadi bu saviya desa, muhitdan kelib chiqadi. Ishoning, har qancha zo'r bilim oling, foyda bermaydi agar muhitingiz yaxshi bo'lmasa. Muhit, ichki madaniyat yoki umuman ichki madaniyat emas, qo'ni-qo'shnilaringiz, siz birga fikrini to'g'ri deb yuradigan insonlaringiz yoki siz ular bilan birga prosta oshna og'ayni, do'st, o'rtoq bo'lib yurasiz, o'shalar bilan bir xil fikrda bo'lasiz. Ishoning, eng zo'r joyda o'qisangiz ham, ular bilan bitta krugda yuribsizmi, o'shalar bilan bir xil urovingda bo'lasiz. Odatda e'tibor bering, qishloq joylardadir, balki atrofingizdadir. Bir mahalla bor, o'sha mahallada bitta kruglar, hamma kruglar bo'ladi, yoshlarga qarab turib, krug paydo bo'ladi. 3 million topadiganlar 3 million topadiganlar bilan bo'ladi odatda. Bu ataylab qo'shilib olmaydi. O'sha krugda o'rtacha 3-5 million topadigan bo'ladi. Misol uchun, so'mda pulda oladigan bo'lsak. Qo'shilgandan keyin o'sha u ham xuddi shunaqa bo'ladi. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni topadigan puli odatda urovingni bir xil insonlar topadigan puli ham bir xil bo'ladi. Men shuni isbotlab bermoqchiman shunchaki. Endi kattaroq pul topadigan insonlar bilan krugiga qarasangiz, 10 ta bo'lsa, misol uchun 10 tadan 8 tasi aytaylik $10,000 topyapti. 5 tasi yana qanchadir, endi bir-biriga yaqinroq bo'ladi. Ya'ni orasida 3 million pul topayotgan qo'shilib qolmaydi. Bu hali kibr ma'nosida uni qo'shishmaydi emas, qo'shila olmaydi. Men hayotiy haqiqatlarni aytib tashayapman sizlarga. Chunki katta bo'lib qolgansizlar, yosh bola emassizlar. Sizlarga o'ylaymanki, bu tushunarli bo'ladi. Bu hali kibr yoki boshqa ma'nosidagi gaplar deb tushunmanglar. Bu hayot qonunlari. Xo'p, boy bo'lish formulasi. Boylar birinchi bo'lib ayb o'zimda deb biladi. Masalan, ishxonangizda xodim o'g'irlik qildi. 100 million pulingizni o'g'irlab qo'ydi. Kambag'allik formulasi nima bo'ladi desa, bu bola o'g'irlagan odamni, xodimni otasi, onasi tarbiya qilmagan, bu yomon, bu falonchi. Boy bo'lsa nima bo'ladi? Boy formulasida bo'lsa. Ayb menda deydi. Qanaqasiga o'g'irlagan bola bo'lsa agar, o'g'irlagan xodim bo'lsa, u o'g'ri bo'lsa, ayb qanaqasiga rahbarda bo'lishi mumkin? Tekshirmagan, ishga olishda sinab ko'rmagan va to'g'ri ishga olish ilmini bilmagan, misol uchun, to'g'rimi? Ya'ni muvaffaqiyatli odam nima qiladi? O'zidan xato qidiradi va xato qidirganligini foydasiga keyin safar o'sha xatoni qilmaydi. Kambag'al formulasi nima qiladi? Bugun bittasi o'g'irlik qilsa haydab yuboradi, ertasi kuni yana o'sha o'g'irlik qilaveradi. Ya'ni boshqa odam ham kelib o'sha o'g'irlikni qiladi. Ya'ni yechim qilishni bilmaydi. Aybni o'zidan qidirgan odam yechimni topa oladi. Va bir marta, ikki marta xato qiladi, qayta qilavermaydi. Nima uchun kambag'allar bitta xatoni 10 martalab qilaveradi? Sababi aybni boshqadan qidirgan, nima muammoligini o'zi bilmaydi. Ya'ni yechim nimadaligini ham bilmaydi. Hayot shu ekanda, biz bechoralarga sinov ekanda endi deb yashayveradi. O'zini o'zi ovutib yashaydi. Xo'p, pozitivlik bo'ladi boylarda. Ya'ni doim yuqoriroq kayfiyatda yuradi. Hamma narsani ba'zidaligi yig'lab yuboradigan narsani ham kulib hal qilib yuboradi. Hozirni emas, keyinini o'ylaydi. Ya'ni hozir kam pul topsam ham, hozir tekinga ishlasam ham, hozir vaqtimni ilmga sarflasam ham, zato keyin uzoqroq, baquvvatroq pul topaman deydi. Kambag'allar hozir men qanaqa qilib deydi, 3 million qo'limga pul topmasam deydi, nima kerak menga bunaqa ilmni deydi, pul topishim kerak deydi. Eskidan yomon gap bor edi. Hozir yo'q bo'lib ketdim bilmayman, kattalar ichida senga non tuz berarmidi degan gap bor edi. Shogird bo'lib yursang, senga birov pul berib qo'yarmidi? Yo'q, shogird bo'lish kerak. Bu yerda mana bu yerda yurishinglar ham o'z ilm, shogirdlikda bunday olib qarasa. Ilm olishinglar. Undan tashqari bir sohaga kirmoqchi bo'lsangiz, o'sha sohada tekinga bo'lsa ham 1 yil bo'lsa ham yurish kerak. Tekinga bo'lsa ham. Nimaga? U yerdagi tajriba sizga davomli bir umr pul keltiradi. Xo'p, demak,
Hozirni emas, keyinni o'ylash bu boylarning formulasi. Hozirini o'ylagan odam hoziri bilan yashaydi, bir umr hoziri bilan o'ladi. Hozir haqida o'ylaydi, tamom, ya'ni bir oyligi haqida o'ylaydi. Uzog'ini o'ylash qanaqa bo'ladi desa, 5 yildan keyin, 8 yildan keyin degan narsalarni o'ylaydi. 10 yildan keyinchi. 10 yildan keyin hozir mana nechaga kirdinglar o'rtacha yosh? 14-16 ga kirgan bo'lsanglar, 10 yildan keyin уже 24 уже 30 ga yaqinlashib qolasizlar-da. To'g'rimi? 30 ga kirganlarni hozirgi kundagisini o'ylanglar, kimlar qanaqa muvaffaqiyatlarga erishdi? Zo'r natija ko'rsatganlarni o'ylanglar. Demak, nima qilish kerak desa, mayli hozir kam pul topsin. Ulamolarning aksariyat gapi ilmga kiriladi, ilmdan uzoq kutiladi, ya'ni ilmga vaqtingizni, umringizni, fokusingizni, e'tiboringizni berasiz, keyin uzoq vaqtdan keyin olasiz deydi. Sirazi pul topish haqida o'ylamaslik kerak. Sirazi pul topish haqida o'ylaganlar nima qiladi? Men ko'p biznesmenlar bilan ishlayman. 10 mingdan ortiq tadbirkor bilan ishlaganman shu paytgacha. Juda ko'pchiligidagi xato o'sha hozirini o'ylaganligi, tizim qurmaydi masalan, ilmini o'rganmaydi, marketing, sotuv ilmini o'rganmaganligi sababli, hali stanogga olib kelsam, chet eldan shunday zavod qurib qo'ysam bo'ldi, zo'r bo'lib ketadi deydi. Men shunaqa ko'rganman tadbirkorlar ichida. 2 million dollar, 10 million dollar pulini shu zavod, fabrikalarga tikib qo'ygan, lekin miyada hech narsa yo'q. Vaholanki bankrot bo'lgan. Ya'ni nima qilish kerak desa, hozirini emas, keyinini o'ylash kerak. Hozir olgan bilimingiz sizga bir umrlik foyda beradi. Buni inshaalloh dars davomida qanaqa qilish kerakligini ham o'rganamiz. Kuchli muhitni yoqtiradi boylar formulasi, ya'ni boy bo'lish fikrida yuradigan insonlar muhitini kuchliroq, aqlliroq insonlarni muhitida bo'lishini ta'minlaydi. O'zi maksimum o'sha aqlliroq, kuchliroq insonlar bilan birga yurishga harakat qiladi. Kim o'zidan kattalar bilan yuradi? O mana deysiz. O'zidan kattalar bilan yuradiganlar demak aqlli, kuchli insonlar bilan yurishni xohlaydigan insonlar hisoblanadi. Maksimum o'zingizlardan kattaroq bo'lgan, o'zingizlardan aqlliroq bo'lgan insonlar bilan yurishga harakat qilinglar. Faqat endi o'zidan katta deganda hali ichib chekib yuradiganlar bilan emas. Men yoshligimda sizlarga o'xshagan bo'lganmizda, men rosa tez o'tgan biz vaqtimiz ham. Ko'cha bolalarini havas qilardim ochig'i. Ha, borasizlarda ham. O falonchi pichoq tiqchi ekan, falonchi o sportsmen ekan, yomon urushar ekan, shunaqa gaplar bilan o'shalarni krugiga qo'shilgisi keladi. Bu yaxshidir bir hisobda, lekin ularni umuman havas qilmanglar. Men oradan mana 10-15 yil o'tgan bo'lsa, menimcha 20 yilcha bo'lib qolibdi. O'spirin paytimni oladigan bo'lsak, men ham havas qilganman. O'sha paytda men havas qilgan insonlarning hozirgi holatini aytib beraman sizlarga. Men havas qilgan sportsmen, ko'cha bolalari bor edi. 10 yil, 15 yil o'tmadi. Hali bolalar nechtasidir qamalib ketgan. Qamalib chiqqanda miyada hech narsa yo'q. 5 yil atrof muhitni bilmagan. Uje ota-onasi kasallik bilan yaqin bitta og'aynimizni, akamizni onasi o'tib ketdi yaqinda. Yig'lab aytayapti, "Bobur, men xato yo'lda edim ekan. Onam hozir qattiq kasal bo'lib qolgan, bir orzularimga erishib olay desam, imkoniyat vaqt tirik payti bilaman deydi, yaqinda o'tib ketadi deyapti. Yomon kasal bo'lib qoldi onasi. Lekin deydi, hozir umuman o'zimda imkoniyat yo'q. Shu umraga jo'natib olsam, sirasi nimadirlar qilib olsam deyapman, lekin imkoniyatim yo'q. Bu bilan urushib, janjallashib yuravergan ekanman. Prosta havas bo'lgan ekan bu narsa. Kallam yaxshi ishlamasdi ekan deyapti. Bundan yordam so'rab yuribdi endi. Havas qilmanglar unaqa. Ko'cha voy unaqa ular kallada hech narsa yo'q bo'ladi. Bu yoqda bankani kattaytirib olgani hech narsa emas. Kallani ishlatsanglar, o'zi nozik bo'lsanglar ham sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Xo'p, iste'dod haqida gaplashamiz. Iste'dod nima o'zi? Biror narsani biror bir ishda biror narsani maqomga yetkazib ishla olib qila olish. Zo'r. Yanachi iste'dod nima? Qolganlardan yaxshiroq qila olish. Zo'r. Yanachi? Zo'r, qobiliyat, ya'ni qobiliyat. Iste'dod bu Alloh tomonidan beriladigan har bir insonning kuchli tomoni. Har bitta bandani ichiga aniq bir iste'dod bilan yuborgan bo'ladi bu hayotga. Ya'ni har bir bandani ichida kafolatlangan bor, u hattoki nogiron bo'lsa ham aniq bir iste'dodi bor. U iste'dod qaysidir bir kasbga yo'naltirgan bo'ladi.
Alloh tomonidan. Ya'ni aniq bitta kasbni iste'dodini beradi. IT'shlik bo'lishingiz mumkin, SMM'chilik bo'lishingiz mumkin, tadbirkorlik iste'dodi bo'lishi mumkin, savdo sohasida iste'dodingiz bo'lishi mumkin, sotuvchilik iste'dodingiz bo'lishi mumkin, farqi yo'q. O'qituvchilik iste'dodingiz bo'lishi mumkin. Va bu aniq Alloh tomonidan beriladi har bir bandaga. Birortasiga bu iste'dodliroq, bu iste'dodsizroq ekan degan gap yo'q. Faqat iste'dodni hisoblayotganda, baliqni daraxtga chiqish iste'dodini sinab ko'rish kerak emas. Ya'ni baliqni daraxtga chiqarib ko'rsangiz iste'dodi yo'q uni. Lekin uni suzish iste'dodi bor. Tushunyapsizlar? Aniq bitta kuchli tomoni bo'ladi har bir inson, hatto nogiron insonlarda ham. Xo'p, nima tushunsa bo'ladi bundan? Aniq iste'dod bor ekan. Bu yerda hozir nechiga 50 ga yaqin odam o'tiribdi, plus minus. 50 ga yaqin insonda balki bir 30-40 xil, 50 xil iste'dod bor. Aniq bor. Bu sizning kuchli tomoningiz, eng super silangiz, ya'ni super kuchingiz. Endi nima kerak bu mavzu? Nimaga gapiryapmiz? Nima insight olsa bo'ladi bundan? Agar ishimiz bo'lgan bo'lsa shu bekitilgan, o'shani to'g'ri tanlab olib, to'g'ri olib keta olish kerak bo'ladi. Bunaqa tushuntirib qo'yish kerak. Zo'r. Endi bizning xalqimiz ichida ko'pchilik iste'dod haqida o'ylab ham ko'rmaydi va qaysi sohada pul topsam bo'larkin deb o'ylaydi. Ayniqsa mana siz yoshinglarda, mana sizlarning yoshinglarda qayerga ishga kirsam ekan, kimgadir borib yonida turib pul topsammikin, arzimagan summa bo'lsa ham pul topsamidi degan qiziqishda bo'ladi. Lekin iste'dodi haqida o'ylamaydi. Endi iste'dod har bir insonga Alloh tomonidan berilar ekan, nima maqsadda beriladi deb o'ylaysizlar? Diniga, davlatiga manfaat tegadigan. Mana iste'dod berilishidan maqsad ana shu kasbni ichiga kirib, ya'ni ana shu kasb bilan jamiyatga xizmat qilsin deb beriladi. Siz uni nima qilishingiz mumkin? Masalan, sizga kira qilgan deb dadangiz Damas olib berdi. Siz unda oshna og'aylaringiz bilan o'ynab yursangiz, dadangiz jahli chiqadimi? Oxir mashinangizni olib qo'yadi yoki nimadir bo'ladi. O'sha mashinangiz bilan nimadir bo'lasiz yoki. Demoqchimanki, agar siz Alloh tomonidan berilgan aniq bir iste'dodingiz bor, uni jamiyat xizmatiga yo'naltirmasangiz, noto'g'ri narsalarga yo'naltirsangiz, Alloh sizni o'sha qiyinchilikka solib qo'yadi. Demak, har birimizning iste'dodimiz bor va bu bizni oliy maqsadimizga olib boradi. Oliy maqsad nima desa, oliy maqsad bu har bir insonning yaratilishidan maqsad. Haligi iste'dodga borib taqaladi. Ya'ni kimgadir novvoychilik iste'dodi berilgan bo'lsa, tamom o'sha oliy maqsadi jamiyatga bir chiroyli non yopish bilan xizmat qilish. Ana shu oliy maqsad. Oliy maqsad nima? Yaratilishimizdan maqsad. Masalan, mana shu daftarni yaratilishidan maqsadi bor. To'g'rimi? Ichida qanaqadir yozsangiz, qanaqadir sizga yozuvni ushlab berib turish kerak, siyohni. Va sizga shaklni ko'rsatib berib turish kerak, yozgan shakllaringizni, chizganingizni. Demoqchimanki, daftardir balki yoki telefondir yoki suvdir. Suvni mana baklashkani maqsadi ichida suvni ushlab turish. To'g'rimi? Baklashkani maqsadi suvni ushlab turish. Endi suv quysangiz, ichida suv ushlab turmasa, nima keragi bor buni? Lekin tilladan bo'lsa u. Insonni yaratilishdan maqsadi nima? Demak, o'zini iste'dodi bilan jamiyatga xizmat qilish. Mana shu oliy maqsad hisoblanadi. Buning uchun iste'dod kerak bo'ladi. Ya'ni aniq siz baklashka bo'lib yaratilgan bo'lsangiz, o'zingizni choynak bo'lishga harakat qilishingiz kerak emas. Tilladan bo'lishga harakat qilishingiz shart emas. Prosta xizmatingizni qilib bersangiz bo'ldi. Yaratilishdan maqsad shu. Demoqchi bo'lganim, insonni ham aniq bir yaratilishidan maqsadi bor va agar mana shu maqsadi sari harakat qilmaydigan bo'lsa, u tilladan bo'lishi, milliarder bo'lib ketsin, u farqi yo'q. U asl maqsadda ishlamadi. Ideyani tushunyapsizlarmi? Xo'p, endi iste'dodga nima daxli bor buni deydigan bo'lsa, odam kasb qilishdan oldin qanaqa qilsam yaxshi pul topaman deb emas, nima qilsam men jamiyatga ko'proq foydam tegadi. Nima meni kuchli tomonim bor, ana shu kuchli tomonim bilan nima bera olaman men jamiyatga. Demak, men sartaroshlik iste'dodim bor bo'lsa, o'rganaman, soch qirqishni yaxshi ko'raman va shu orqali jamiyatga xizmat qilaman. Oshpazlik iste'dodim bor bo'lsa, demak, ovqat qilaman, odamlarga xizmat qilaman. Ishoning, sizga oshpazlik iste'dodi berilgan bo'lsa, boshqalarga berilmagan bo'lsa, hech qachon sizdek qila olmaydi. Mana Nusratni bilasizlarmi? Tuz sepib
ovqat qiladi. Shunaqa kirishib ketadiki, tusib ketganda qo'llari bunday bo'lib ketadi. Ya'ni kimdir uni majburlasa ham qila olmaydi. O'zini o'zi majburlasa ham. Iste'dod shunaqa narsa. Xo'p, demak, iste'dodsiz qilingan kasb, shuni bilib olinglar, rivojlanish qiyin bo'ladi. Rivojlanish ehtimoli juda kam bo'ladi. Xo'p, odamni charchatadi. Ishga uyga bo'lasizda, kechqurun uyga charchab borasiz. Iste'dod bilan qilingan kasblarda inson charchamaydi, umuman charchamaydi. Qanaqadir tanasi charchashi mumkin, uzoq vaqt ishlab o'rgangan evaziga, lekin moralni charchamaydi, miya charchamaydi hech qachon. Sveji bo'lib turaverasiz. Ya'ni o'zingiz maza qilib qilgan ishingizda hech qachon charchamaysiz. Ish qilib tushuntira olyapmanmi? Zo'r. Natijasi ham kam bo'ladi. Ya'ni siz iste'dod bilan qilmagan kasbingizda keladigan pul kam bo'ladi. Siz biror joyda ishlasangiz, haligini iste'dod bilan qilmagansiz, chunki maza qilib qilmagansiz uni va tabiiyki sifatsiz qilgansiz va sizga pul to'lab maza qilmaydi odam. U xoh oylik ishchi sifatida oylik bo'lsin, tadbirkor sifatida kimgadir tovar bering, farqi yo'q. Sizdan sotib olgan odam xizmatingizni yoki tovaringizni maza qilmasa pul to'lab sizga dadil pul bera olmaydi. Agar siz kasbingizga, ya'ni iste'dodingizga urg'u beradigan bo'lsangiz, biror joyga ishga kirsangiz ham sizni qo'yib yubormaslik uchun yaxshiroq pul to'lashga tayyor bo'ladi. Siz uni oyligimni oshirib ber deyishingiz ham shart emas, agar biror joyga ishga kirsangiz. Yoki tadbirkor bo'lsangiz, shu beradigan tovaringiz yoki xizmatingiz mijozlaringizga jon deb boshqalarga tavsiya qiladi. Men mana shuni olib maza qildim, xursand bo'ldim. Kamida nechtadir odamga aytadi. Xo'p, demak, jamiyatga zararli bo'ladi. Iste'dodsiz qilingan kasb. Yozib olyapsizlarmi miyaga? Bo'ldi, yaxshi. Sizlarda ana yozayotganlar ham bor ekan. Qani yozayotganlar, daftar yoki telefonga yozayotganlar qo'l ko'taraylik. Bittagina, ikkita, uchta. Ha, telefon sizlarda mumkin emas. Ha, malades. Mayli. Keyin safar bunaqa darslarga daftar olib kelib olinglar, bo'ptimi? Hop, chunki ilmni yozish juda katta foydasi bor. Hop, yozayotganlarga bitta qarshi chop qo'yinglar. Hop, biz nima haqida gaplashyapmiz hozir? Iste'dodsiz qilingan kasb va uni zararlari haqida. Demak, jamiyatga zararli bo'lar ekan, nimaga? Oddiy Navoiy misolida keltirib beraman. Hamma kasbda shunaqa bo'lishi mumkin. E'tibor berib turinglar. Navoiy kasbni iste'dod bilan qilmasa nima qiladi bilasizlarmi? Narxni arzonlashtirishga harakat qiladi. Ya'ni tan narxi bor-ku. Qancha arzon sotsam shuncha ko'p ketadi deb o'ylaydi va shuning uchun narxni arzonlashtirish uchun odamlarga zararli yog'lar ishlatadi va odamlarga zararli bo'lgan nimadirlar ishlatadi va shuni evaziga arzon sotishni xohlaydi. Va shuning uchun ham jamiyatga zararli bo'ladi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa holat. Demoqchimanki, har qanday kasb bo'lishidan qat'iy nazar, siz jamiyatga zarar keltirib qo'yishingiz ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, demak, xalq qiynaladi. Ya'ni hozirgi aytilgan masala, xalqqa zarar yetadi, u o'z-o'zidan yaxshi narsalar ola olmaydi yoki yaxshi xizmatlar ola olmaydi, yaxshi tovarlar ola olmaydi. Nima uchun Yevropa rivojlangan desa, tovarlari sifatli. Bizda shunaqa gap bor edi, eskidan hozir qanaqa bilmayman. Yevropada bizda 10 dollarlik narsa 100 dollar ekan deydi. To'g'ri, 100 dollar, chunki u yerda sifatli narsa ishlab chiqarishga o'rganishgan odamlar va sifatli narsa olishga o'rganishgan. Bu qimmatchilik yomon degan narsa emas. Ko'p pul topsin, qimmatga olsin odam. Pul xizmatchi narsa. Pul deb nima deydi? Stanokda ishlab chiqaradigan narsa u. Dollarlar, qog'ozlar, u tilla yerdan chiqadigan narsa. Boylik deb oladigan bo'lsa. O'shani ko'proq toping, qimmatga narsa oling. Bu shunda menimcha to'g'riroq fikrlayotgan bo'lasiz. Demoqchimanki, arzon narsaga uchish kerak emas. Xo'p, demak, aniq kasod bo'ladi. Iste'dodsiz qilingan kasb yo 3 yilda, yo 5 yilda, yo 8 yilda, yo 10 yilda uzog'i bilan kasod bo'ladi. Lekin hozirgi kunda O'zbekistonda shuni bilib olinglar, statistika bor. 1 yil ichida ochilgan bizneslarning 80-90% 1 yilda yopilib ketar ekan. 1 yilga bormasdan yopilib ketar ekan. 80 yoki 90%. Nimadan bilasizlarmi? Prosta nima qilishni bilmasdan biznes boshlayapti odamlar. Biznes qilsam yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayapti. Bu jamiyatga nimadir beray, meni nima kuchli tomonim bor, ana shu bilan xizmat qilay demayapti-da. Prosta biznes qilib ko'rmoqchi.
va shu sababdan ham 1 yilga qolmasdan o'zi 80% yopilib ketadi. Ya'ni iste'dodsiz qilingan kasb shunaqa bo'ladi. Xo'p, umr zoya ketadi. Insonga umr juda qisqa beriladi. O'zi eng effektivniy payt bilasizlarmi, necha yosh? Sizlar hali yoshsizlar, lekin oldingi avlodlardan ibrat olsanglar bo'ladi. Necha yosh insonga eng effektivniy beriladigan payt? Necha yoshdan necha yoshgacha? 8 yoshdan 15 yoshgacha. Eng uzog'i 40-45 yoshgacha, shuni bilib olinglar. Nimadir qilib qolasiz, 40-45 dan keyin odamning qoni sovib qoladi. Ya'ni harakatga kelish ehtimoli, ya'ni katta maqsadlari bo'lmaydi 40 yoshdan keyin. Katta ehtimol bilan katta maqsadlar qo'yish. Ya'ni bu o'rtacha tadqiqotdan kelib chiqib o'rtacha aytilgan narsa. 40-45. Undan keyingi yoshda salgina qiyin. Bu degani shu 18 dan bo'ladimi, 20 dan bo'ladimi? Uje 25 gacha katta baxt bitta narsa, bitta kasbni zo'r egallab, ana shu orqali jamiyatga foydali bo'ladigan nimadir qilib qolsangiz, mana shu katta baxt. O'zi 22 gacha eng ustozlar aytishi bo'yicha ilm oladigan payt. 22-25. Umuman pul o'ylamaslik kerak u yoshgacha. Pul haqida o'ylamaslik kerak. Ya'ni olishim kerak. Faqat endi to'g'ri yo'nalishda bo'lish kerak u ham. Ya'ni to'g'ri yo'nalish deganda sizni iste'dodingizga mos sohada ilm olishingiz kerak. Siz jamiyatga beradigan oliy maqsadingiz bo'yicha kasb tanlashingiz kerak. Ya'ni har qanday ustozga shogird tushing degani emas. U yaxshi insondir, lekin sizni oliy maqsadingizga hissa qo'shadigan insonga shogird tushib 20-25 yoshgacha hech narsa kutmasangiz ham mayli. Bu endi vaziyatga qarab, kimdir oilasida bitta o'g'il, kimdir sirasi pul topishga majburiyati bor, bilmayman. Umuman olganda 20-25 yoshgacha inson nima qilish kerak ekan? Baza yig'ish kerak ekan. Ilm, tajriba yig'ish kerak ekan. Xo'p. Tushunyapsiz? Iste'dod bilan qilingan kasbni foydalari haqida gaplashamiz endi. Tez rivojlanadi. Ya'ni 1 yilga qolmasdan ishoning, rivojlanish tezroq bo'ladi. 1 yil, 2 yilga qolmasdan. Juda ko'p tajribadan o'tkazilgan bu narsa. Iste'dod bilan qilingan kasb 1 yil, 1,5 yilga qolmasdan uje rivojlanishni, effekt berishni boshlaydi. Masalan, bir sohaga kirishda ikkita variantni ko'rib chiqamiz. Bittasi iste'dod bilan kasb qilyapti, teng boshlayapti ikkalasi. Ikkinchisi iste'dodsiz $1 million pul tikib boshlayapti. Ishoning, 1 yilga bormasdan haligi 1 million bankrot bo'ladi. Iste'dod yo'qda bunda. Haligi 1 tiyin pul tikmasdan boshlangan 1 yil ichida ma'lum bir natijaga erishishni boshlaydi. Bu degani iste'dod bilan kasb qilish kerak degan. Tez rivojlanadi. Charchoq sezilmaydi. Moddiy erkinlik paydo bo'ladi. Siz kasbingizga yo'naltiraverasiz, o'zi pul keltiraveradi. Obro' va hurmat beradi. Men shunaqa santexniklarni taniyman. O'zi santexnik deb qarasa juda bir obro'li kasb emas, lekin unaqa deb bo'lmaydi hech qaysi kasbni aslida. Lekin odamlarning nazdida qaraydigan bo'lsak, obro'li kasb emas, lekin men shunaqa santexniklarni taniyman. Boylar iltimos qilib to'ylariga aytishadi. Katta boylar, mana o'zimizda Andijonda bor. Katta boylar to'ylariga aytishadi, iltimos qilishadi, keling deyishadi, o'chirta turishadi uni xizmatiga. Haligi santexnikni qayerda xizmati bor bo'lsa, o'sha sohadagi tanishiga telefon qilsa, bitta ishi bitadi. Nima orqali? Kasb orqali, kasb iste'dodi orqali. Demak, iste'dod obro' ham beradi. Jamiyatga albatta foydali bo'ladi. Chunki iste'dod bilan birorta kasbni qilsangiz, ishoning, haligi tuftasiga rozi bo'lmaysiz. Arzon yog' ishlating desa, yo'q, men zo'r non yasashim kerak deysiz. Kasbini yaxshi ko'radigan iste'dodli odam har doim arzoniga rozi bo'lmaydi. Meni mahsulotim eng zo'ri bo'lishi kerak deydi. Har qanday sohani qarang, eng nomerading gullab yashnayotganini borib tekshiring, aynan shu fikrda bo'ladi. Men deydi zo'rini ishlataman hamma narsani, tan narxini qimmatligini menga qizig'i yo'q deydi. Xo'p, demak, kasblar misolida haydovchilik bo'lishi mumkin, santexniklik bo'lishi mumkin, ofitsiantlik bo'lishi mumkin, sotuvchilik bo'lishi mumkin, sportchilik bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Iste'dod bilan qilingan kasblarni qarasak, tez rivojlangan. Men shunaqa shofyorlarni bilaman, haqiqatda maza qiladi shofyorchilik qilib. Va o'rganib qarasam, baraka topgan shu orqali. Ya'ni bu ham bir kasb aslida. Lekin
shu orqali jamiyatga foyda beryapman deb niyat qilsa yana ham bir yaxshiroq bo'ladi. Hop, marketing bo'yicha tadqiqot o'tkazilgan, ya'ni tadqiqotni qisqacha natijasini aytib beraman. Hop, mahsulot sotib olib, e'tibor berib turinglar. Tadqiqot o'tkazilgan. Tadqiqot nimaligini bilasizlar? Eksperiment. Tadqiqotda hop, tovar sotib olishadi. Kutganidan ko'proq xursand bo'lsa, Yevropa diyorlarida ekan, hozir buni O'rta Osiyo diyorlarini ham aytib beraman. Yevropa diyorlarida 9 tagacha odamga maqtaydi. Kutgandan ko'proq narsa olsa. Masalan, suv oldim, zo'r, menga yoqdi, ham mazali ekan, ham ko'ngildagidek ekan, hamma tomonlama menga yoqdi. O'rtacha 9 odamga maqtayman ekan. Maqtamagunimcha qoniqmayman ekan. Agar kutganimdan kamroq chiqsa, ichidan nimadir chiqib qoldi yoki hidi kelib qoldi, nima qilaman ekan? 18 tagacha odamga yomonlayman ekan. Yomonlamagungacha ko'nglim to'lmaydi ekan. 18 tagacha. Bu Yevropa diyorlarida. O'rta Osiyo diyorlarida teskarisi. Ya'ni agar bir manfaat topsa 18 ta odamgacha maqtaydi ekan. 9 tagacha odamga agar yomonlik ko'rsa yomonlab qo'yar ekan. Falonchi kafega umuman borib bo'lmaydi ekan deydi. Yoki falon do'konda vobshe muomalasi yaxshi emas ekan deydi. Yomonlab qo'yadi. Bu bor narsa. Endi nima xulosa olsak bo'ladi bundan? Nima xulosa olamiz? Iste'dod bilan qilingan kasbda marketingga pul sarflashga ham uncha hojat yo'q degan. Ya'ni siz uni mazza qilib qilgan ishingizni sotib olgan odam jon deb 18 ta odamga maqtaydi degan. 18 ta odamdan 3 tasi kelib sizdan sotib olsa, yana nechta har uchalasi 18 ta odamga maqtaydi. Marketingga pul sarflashga ham hojat qolmaydi boshida. Marketingni bilasizlar nimaligini? Reklamaga desak tushunasizlar osonroq. Xo'p, demak, ideyani tushundinglarmi? Nima qilish kerak ekan? Iste'dod bilan kasb qilish kerak ekan. Shunaqa. Xo'p, iste'dodni qanaqa qilib aniqlaydi? Ota-onasini kasbiga qarash. Bu ham yaxshi. Odatda katta ehtimol bilan ota-onadan iste'dod o'tadi, lekin ba'zida o'tmasligi ham mumkin. Shuning uchun bu ham aniq bir fakt emas. Shuncha iste'dod muhim masala ekan, nima u qanaqa qilib aniqlaydi deb so'ramaysizlarmi? Ana. Zo'r, hozir aytaman. Xo'p, ikkita usuli bor iste'dodni aniqlashda. Birinchisi, zavqlanib qiladigan ishlaringiz qaysi? Mazza qilib qiladigan. Ya'ni birinchi usulini 3 ta toifasini aytaman. E'tibor berib turinglar. Iste'dodni aniqlashning ikkita usuli bor. Bittasi o'zimiz o'zbekcha usuli, ikkinchisi yaponcha usuli. Ikkalasi ham zo'r ishlaydi. Demak, birinchi usulida zavqlanib qiladigan ishlarim qaysi deysiz? Mazza qilasiz, qilib bo'lib zavqlanasiz-da. Bormi shunaqa ishinglar? Charchamaysiz qilayotganda, zerikmaysiz. Qilyapti umuman 5 soat ishlasangiz ham zerikmaysiz. Bormi shunaqa ishinglar? Bor-a? Hop. Qaysi ishlarni bepulga qilsa ham roziman deysiz. Ya'ni bepulga bo'lsa ham. Ya'ni o'zi qalbingiz rozi bo'lib turadi. Bepulga bo'lsa ham mayli deysiz. Ya'ni bepulga bo'lsa ham qilsangiz achinmaysiz. Masalan, yo'q, uni aytmayapman. Kasblardan nazarda tutyapmiz. Siz orzungizni aytyapsiz. Orzungizni aytyapsiz, iste'dodingizni aytmayapsiz. Xo'p, qarang, mana hozir men dars beryapman. Ha? Bu bitta kasb. Bunday olib qarasa, o'qituvchilik kasbi, biznes bo'yicha o'qituvchiman men. Va men zavqlanaman shu ishimni. Tekinga bo'lsa ham qilishga tayyorman. Vaqtim yetsa tekinga bo'lsa ham qilaman va tekinga qilsam, ertalabgacha dars bersam ham mazza qilaman. Tushunyapsizlar? Kimdir ovqat qilib mazza qiladi, u mazzani boshqa ishda topa olmaydi. Kimdir sartaroshlikda mazza qiladi. Masalan, men sartaroshlikni yoqtirmasman, lekin kimdir yoqtiradi. Ya'ni siz yoqtirmagan narsani yomon degani emas-da bu. Men o'ylayman, odamlarning sochini qiyib yuramanmi deyman. Lekin u kasb bu. Nima deb bo'lmaydi. Kimdir yana boshqa ofitsiantlik bo'lishi mumkin. Ofitsiantlik ham aslida bir kasb. Bizni kino olami noto'g'ri bo'lganligi uchun yomon kasb qilib ko'rsatib qo'yishgan. Ofitsiantkalik aslida u ham bir kasb, iste'dod bu ham.
Demoqchimanki, iste'dodni aniqlash uchun nima qilish kerak ekan? Demak, zavqlanib qiladigan ishlaringiz, zerikmasdan qiladigan ishlaringiz va tekinga bo'lsa ham qilishga tayyorsiz. Mana shu iste'dodni birinchi usulida aniqlash. Ikkinchi usuli bor, yaponcha usuli. Buni ikigai deyiladi. Yaponlar ikigai deyshadi. Eshitganmisizlar? Zo'r. Ikigai degani yaponlarda shunaqa narsa bor, yaxshilab eshitib olinglar. Xalqini 90% bitta kasbga kirar ekanda, umrining oxirigacha o'sha kasb bilan o'tar ekan. Bizi xalqimizga bu to'g'ri kelmaydi. 5% ham chiqmasa kerak bizda. 78 ta kasb bilan bu dunyodan o'tadi. Lekin yaponlarning 80-90% bitta kasbga kirar ekan va o'sha kasbi bilan umrining oxirigacha vaqt o'tkazar ekan. Uni asosiy texnikasi boshidan kasbini, bir umrlik kasbini aniqlab olar ekan ular. Buni ikigai deyiladi. Tushunyapsizlarmi? Ikigaini qanaqa qilib ishlatish mumkin ikigai texnikasini? Unda ro'yxat tuzish kerak bo'ladi. Ro'yxat tuzasiz, birinchi qatorga, mana Excel'dami yoki mana daftardami, bitta qator chizasiz. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator, to'rtinchi qator. Har bir qatorga yozib chiqasiz. Birinchi qatorga kuchli tomonlaringiz va qiziqadigan narsalaringiz ro'yxati. Yoshlikdan qiziqaman, telefon o'ynashga, televizor ko'rishga, yana ovqat qilishga va hokazo, to'g'rimi? Bilmayman, 15 ta 20 ta nimadir bo'ladi shunaqa. Iste'dodga yaqinroq, ya'ni qiziqadigan tomonlaringiz bo'ladi. 15 ta 20 ta. Uni yozib chiqasiz. Endi ikkinchi qatorga yozasiz. Tasavvur qilyapsizlarmi hozir? Birinchi qatorga nimani yozamiz ekan? Kuchli tomonlaringiz va qiziqadigan. Endi ikkinchi tomonga ular orasida mana shu siz yozgan narsalarning ichida odam, ya'ni qaysi biri pul keltiradi? Televizor ko'rish pul keltirmaydi. Telefon o'ynab o'tirish pul keltirmaydi, to'g'rimi? Demak, uni o'chirasizda, pul keltiradiganlarini bu yoqqa olib o'tasiz. Ya'ni kasbsiz odamlar pul berishga tayyor shunga. To'g'rimi? Bu ikkinchi qatorni yozib chiqasiz. Uje ro'yxat kamayadi ikkinchi qatorda. Endi uchinchi qatorda jamiyat uchun qaysi biri foydaliroq? Aytaylik, ro'yxatingizda 8 ta qoldi. Endi 8 tadan eng foydaligi jamiyatga. Misol uchun 5 ta yoki 4 tasi o'tdi. Uchinchi qatorni to'ldirdingiz. Endi 4-qatorga to'ldirasiz. Qaysi biri bilan mana shu 3 ta 4 ta ro'yxatning ichidagi qaysi birini men bir umr qilishga tayyorman, roziman. Umrim oxirida mana shu kasb bilan o'tganimga pushaymon bo'lmayman. Mana shu sizning iste'dodingiz bo'ladi. Katta ehtimol bilan mana shu sizni Alloh bergan iste'dodingiz bo'ladi. Aytayapman, u kasb u ofitsiantlik bo'lishi mumkin. Siz bilmaysiz, insonlarning ichidan o'zi chiqadi bu narsa. Men ko'p test qilib ko'rdim, eksperiment qilib ko'rdim. Bir jiyanimda qildim, yana bir yaqinimizda qildim. Bir jiyanim aytayapti, prosta men mashina sotishni yaxshi ko'raman degan deyapti. Ya'ni avtomobil sotishni. Mana shu ro'yxatni tuzib chiqdik. Ro'yxatning oxirida sotish qoldi va blogerlik qoldi. Avtoblogerlik va avtomobil sotish. Avtoblogerlik ham menga qiziqmas ekan uncha deyapti. Prosta mashina sotish qiziq ekan. Men avtosalonda ishlasam bo'lar ekan deyapti. Endi avtosalonga o'sha bola ishga kirsa boru, yorib tashlaydi. Eng kamida $1000 oylik oladi. Chunki u maza qiladi-da. Maza qiladi va tez o'rganadi bu narsani. Eng kuchli tomoni bo'ladi. 1 yilda kerak bo'lsa 10 yillik, 15 yillik sotuvchilardan yaxshi natija qila oladi. Lekin hali ham ishga kirmadi bu yerga. Hikmatulloh. Xo'p, ideyani tushunyapsizlarmi? Xo'p, biznesda pul muhimmi yoki pul muhim emasmi desa, boshida aytib o'tdim, pul unchalik katta ahamiyatga ega emas. Buni hozir tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, o'zi hali ham pul muhim deydiganlar bormi? Biznesda pul muhim emas. Biznes boshlashgachi? Biznes boshlashga ham muhim emas. Yo'q, qarang, ikkita narsa muhim. Birinchisi byudjet, ikkinchisi o'sha oldiga qo'yilgan savol. Ya'ni nima demoqchiman bu savol bilan? Shu bu din bilan yashab turgan okrujeniyaniga plus, ya'ni yaxshilik tarafini plus taraflarni olib kela oladigan joy. Zo'r. Pul kerak, lekin muhim emas, shuni bilib oling. Kerak bilan muhimning farqi bor. Kerak degan narsa topiladi. Muhim bo'lsa, demak u bo'lmasa ish bitmaydi degan. Shunda nima bo'ladi?
iste'dodingiz bor-ku, lekin pulingiz yo'q bo'lsa yuraverasiz. Men qachon pul topsam keyin biznes qilaman. U iloji yo'q keyin. Demak, pul muhim emas, pul kerak. Pul kerak degani u asosiy rolda emas degani. Tushuntirib beraman. Mana case bor. Xo'p, lotereyada yutganlarni tadqiqot bo'yicha 90 yoki 80% taxminan 1 yildan keyin yana qashshoq bo'lar ekan. Kambag'al bo'lgan oldin, qashshoq bo'lgan 1 yil o'tgandan keyin yana $1 million yutib oldi deylik, 1 yildan keyin yana qashshoq bo'lar ekan. 90%. Tadqiqot o'tkazishgan ekan bu bo'yicha. 80 yoki 90%. Men raqamda adashayotgan bo'lishim mumkin. 80 yoki 90% 1 yilda yana eski holatiga qaytar ekan. Tushunyapsizlarmi? Bu birinchi fakt. Ikkinchi fakt. Shu men 3-4 yildan beri tadbirkorlar bilan ishlayman. Umumiy 10 mingdan ortiq tadbirkor bilan ishlaganman. Ularning ichida eng ko'pi stanokka pul tikkan, remontga pul tikkan. Mana zo'r remont qilib qo'yishadi. Restoranlar, kafelar, mehmonxonalar yoki umuman оборотga pul tikkan. Tovariga. Juda ko'pi bankrot bo'lgan. Shuni bilib olinglar. Juda ko'pi bankrot bo'lgan. Men bilaman bu narsani. Biznesmenlar bilan ishlayman, shuning uchun bilaman. 80% desak ham bo'ladi. Pul tikkan, yo kimdandir pul olgan yoki boshqa qilgan. Ular tikkan pulini 1 yilga bormasdan yo'qotgan. Haligi remont ham уже ish bermay qo'yadi. $300 ming, $500 ming shunchaki remontga sarflaganlar bor. Xuddiki remont qilsa zo'r bo'lib ketadi yoki xuddiki stanok olib kelsa dahshat bo'lib ketadi. Unaqa davrlar o'tib ketgan, unaqa davrlar o'zi 2-3 yil bo'ladi xolos. Mustamlakadan chiqqan davlatlarda shunaqa bo'ladi tarixda. O'tish davri bo'ladi. Xo'p, demak, nimani tushunsa bo'ladi bundan? Biznesda pulning ahamiyati eng muhim emas. Xo'p, Steve Jobs aytgan ekan, agar mendan hamma pulimni olib qo'ysanglar ham, miyam o'zim bilan qolsa, agar jamoam bilan birga bo'lsa, yana ham tezroq erishaman. Jamoamni ham olib qo'ysa, prosta miyam o'zim bilan qolsa, yana tezda jamoa yig'aman-da, yana tezda boyib ketaman degan. Tushuntira oldimmi? Ya'ni miyam o'zim bilan qolsa, bo'ldi, hamma pulimni olib qo'ysin, tezda yana shu eski natijamga qaytaman degan. Shunga o'xshash, nafaqat Steve Jobs, katta boylar juda ko'pi xuddi shunga o'xshash gapni aytishgan. Uni sekin-sekin tushunib olasizlar. Katta bo'lib, bemalol qo'lingizga pul ushlab, asosiy narsa pul emasligini tushunib yetasiz, shunda keyin to'g'ri aytgan ekan Bobur aka deysiz. Savolingiz bormi? Yo'q, bilim yig'ib, bilim orqali pul yig'gan. Puli ko'p bo'lgan. Pulimni olib qo'ysanglar ham, agar miyam o'zimda qolsa, men o'sha holatimga qaytaman degan. Puli ko'p bo'lgan, eng boy odam bo'lgan. Shu odamning gapi. Endi ilmning ahamiyati. Investor ilmi bor odamga pul tikadi agar o'zini ham sal aqli kallasi bor bo'lsa. Ya'ni sizni tasavvur qiling, boshqaruv ilmingiz bor, xodim boshqarishni bilasiz. Suhbatdan o'tkazasiz, masalan, suhbatlashib qanaqa savol berishni bilasiz ishchi olayotganingizda. Yoki uni qanaqa qilib sinovdan o'tkazishni bilasiz. Shartnoma qilasiz u bilan. Ilmingiz bor. Marketingni bilasiz, qanaqa qilib reklama qilish kerak, qanaqa qilib sotish kerak, uni bilasiz. Investor sizga yalinib pul tikadi, men garantiya beraman. Va biz o'zimizni tajribadan o'tyapti. Investorlar ochig'i bizga ham misol uchun falon million pulimiz bor, aylantiraylik deydiganlar rosa ko'p. Lekin o'zimizga alhamdulillah yetadi. Ja unaqa katta nima emasmiz. Ya'ni ehtiyojimiz yo'q. Demoqchimanki, investor o'zi yalinadi agar ilmingiz bo'lsa. Mana shu ishni birga qilaylik deb o'zi yalinadi. Chunki unda pul bor, lekin ilm yo'q. Yoki hali ko'nikma, tajriba yo'q. Shu paytgacha haligi o'tish davrida pul topib qolganlar bor. Demoqchimanki, investorlar juda ko'p. Pulini yostig'ining tagida, spalnisida yashirib o'tirganlar juda ko'p. Puldan o'ylamaslik kerak. Bo'ldi, tamom. Men jamiyatga nima beraman deng, ilmini o'rganing, bo'ldi, tamom. Qachon kerak desiz pul topiladi. Yana uyimga bormanglar, Bobur aka qachon kerak desiz kelavering dedingiz. Xo'p. Sotuv ham ilm, biznes ham ilm, oila ham ilm bilan tinch bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda ajrashishlar soni juda ham ko'p. Nima sababdan? Bitta sabab xolos, ilm yetishmasligi. Hamma o'zicha haq bo'laveradi. Ilmsiz insonni nima qiladi? Shayton yo'ldan urishi osonroq bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmanglar.
ilm olish kerak. Va qizlar turmush qurayotganda ilmga qiziqadigan insonlarga turmush quringlar. Ilmga qiziqmaydigan insonlardan najot yo'q. Turmush qurasiz, har qancha ilm olay deb iltimos qilsangiz ham kirmaydi miyasiga. Shuning uchun eng zo'r xulosa qizlarga men o'zimiz sinimdek tavsiya qilaman sizlarga. Ilmga qiziqadigan, ilmni yaxshi ko'radigan insonga turmush quringlar va ko'rasizlar, kamchiliklarni ham ilm olib to'g'rilab oladi-da chunki. O'g'il bolalar o'zingizlar bilasizlar. Endi xulosa olgandir deyman. Yo'q, o'g'il bolalar qizlarga kim kerakligini tushundi o'zi. Oilani ham tinchligi, men o'zimning tajribamda ko'rganman bu narsani. O'zim 2014-yildan beri ko'p ilmga qiziqib qolganman, ayniqsa biznes ilmlariga. Ilm shunaqa narsaki, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar u insonni miyasini rivojlantiradi-da. Biznes ilmlariga qiziqib qolganman 2014-yildan beri tinmay o'qib kelaman va oradan 2-3 yil o'tganda o'sha ayolim bilan farq bo'lishni boshladim endi. Ya'ni fikrimiz umuman bir joydan chiqmay qolishni boshladi. Urushib qolishimizga to'g'ri keldi, qanaqadir holatlar bo'ldi. Oilada shunaqa holatlar bo'ldi. Keyin oilada yangi qoidalar kiritdik. Oilamizda hammamizni ilm olishga yo'naltiradigan bir targ'ibotlar qildim. Oilada Allohga shukr, onam eskidan ilm olib keladi, alhamdulillah. Singlim, ayolim hammani ilm olishga targ'ib qildik. Shu eng yaxshi psixologlar bo'ladimi, eng yaxshi olimlar, ustozlar bo'ladimi, arab tili bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi, faqat vaqtimiz ilm olishga sarflanadigan bo'ldi. Bu endi tajriba, alhamdulillah deb aytaman. Bu ana shundan beri bir janjal bo'lmadi. Mayda-chuyda gap so'z bo'lgan bo'lishi mumkin, u ham jiddiy emas. Xafa bo'lishmani, u ham saviyali ravishda bo'ldi. Shuning uchun tavsiya qilaman, hech qachon nima deydi, ilmni to'xtatib qo'ymaslik kerak va oila qurishda ham mana shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Xo'p. Shunaqa gaplar. Endi savol. 5 yoshli yoki 7 yoshli farzandingiz bo'lsa yoki jiyaningiz bo'lsa, hali endi sizlarda farzand yo'q hali. Farzandi borlar ham bor, mana o'qituvchilarimizda. Xo'p, demak 1 million so'm pul so'rayapti jiyaningiz. Sizda bor. Aytaylik, sizni 100 million pulingiz bor, zapasi bilan. 1 millionini jiyaningizga berarmidingiz? Berardim deganlar qo'l ko'tarsin. Xo'p, berardim deganlar. Zo'r. Yaxshi niyati bo'lsa. Endi 5 yoshli bolaning yaxshi niyati zo'r, shu yaxshi marojniy ish bo'ladi-da shu. Eng qizig'i 1 millionlik marojniy yeydi. Endi chiqadi hammasiga marojniy. Yoki hammasiga shokolad yeydi. Agar o'zimiz atrofimizda yurgan bo'lsa, jiyanimiz, agar biz bilan yurgan bo'lsa, beramiz, chunki anaqa qilsam bunaqa jinniga narsa qilishda o'ylamaydi. Bo'ldi, siz bersiz, siz ketganingizdan keyin ishlatadi baribir. Demoqchimanki, bu prosta o'xshatish bo'ldi. Ya'ni qoida qanaqa desa, siz qaraysiz albatta. Qanchalik u pulni ishlata oladi. Har qancha yalinsa ham o'zini urviniga yarashasini berasiz. 1 million so'rasa nima berasiz? 5 ming, 10 ming berasiz. To'g'ri. Nima uchun desa, ortiqchasini ishlata olmaydi deysiz, to'g'rimi? Har bir inson Allohdan har xil shaklda duo qilib so'raydi va Alloh ham shunday qaraydi. Ya'ni qanchalik loyiqmiz, shunga qarab beradi. Hammasiga shokolad oladigan bo'lsa, bermaydi bizga. Ya'ni 30, 40, 50 yosh bo'lmasin, pul ishlatishni bilmasa Alloh bermaydi. Kimlarga beradi desa, loyiq bo'lganlarga beradi. Loyiq bo'lganlar kimlar? To'g'ri yo'lga ishlata olganlar. To'g'ri yo'lga, jamiyat foydasiga, xalq xizmatiga ishlata olganlar bu to'g'ri ishlata olganlar hisoblanadi va ularga berilish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Nima qilish kerak loyiq bo'lish uchun desa, birinchi o'rinda xulqni go'zal qilish kerak deyiladi. Xulq nima degani? Yoshlikdan olib kelinayotgan, oiladagi muhitdagi olinayotgan o'zini tutish, odamlarni. Xulq bu odob deganlar ham ko'p. Xulq bu odob deganlar juda kam qismini tushunibdi xulqni. Ya'ni xulq bu ichki dunyo degani. Arabcha bilganlar bo'lsa, xalq degani tashqi dunyo, xulq bu ichki dunyo hisoblanadi. Xalq bu tashqi qurilish deymizmi shuni. Ichki qurilish bu xulq hisoblanadi. Ya'ni inson o'zidan o'tganini, ichidan o'tganini o'zi biladi. Ba'zi insonlar bor, o'zi biladi, tashqariga chiqarsa sharmanda bo'lib ketadi. Ya'ni
ichingizdan o'tgan gaplarni ba'zida tashqariga chiqarsangiz xijolat bo'lasizmi? Demak, xulqingiz xalqingizdan ko'ra boshqacharoq. Ya'ni tashqi ko'rinishingizdan boshqacharoq. Hammamizga tegishli gaplar bo'lishi mumkin. Ya'ni ichingiz bilan tashqingiz qanchalik oshkora bo'lsa va ichingizda o'zingiz quloq solganingizda bemalol xijolat bo'lmaydigan holatda bo'lsangiz, ichingizdagi hamma ma'lumotlar oshkor qilinganda xijolat bo'lmaysizmi? Ana shunaqa holatda bo'lsa, bu xulqi go'zal hisoblanadi. Xo'p, oliy maqsadni bilish, loyiq bo'lish uchun. Ya'ni so'ralgan paytda Alloh beradi, so'ramasangiz ham beradigan bo'lish uchun oliy maqsad nima degani bu? Sizni kasbingiz orqali jamiyatga xizmat qilish va shu orqali yana ko'proq xizmat qilish. Mana Navoiy misolida olsak, Navoiy oliy maqsadi bor, iste'dod berilgan unga, non yopish iste'dodi. Yaxshi tandir ishlata oladi, unlarni farqiga bora oladi, to'g'rimi? Endi uni oliy maqsadi nima edi? Mahallasida bitta Navoiyxonasi bor. Mahallasidagi insonlarga yaxshi, foydali non yopish bilan xizmat qilish va ularni vaqtini tejash bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Boshqalarning vaqtini tejab, non yopishga vaqti ketmasin. Men yopgan nondan foydalansin. Bu nima ekan? Bu oliy maqsad. Endi videniya degan narsa bor. Ya'ni 5 yildan keyin, 10 yildan keyin men bitta Navoiyxona bo'lishni xohlamayman. Mana shu mahallaga yetkazayotgan foydamni ko'proq odamlarga yetkazishni xohlayman. 50 ta filialim bo'ladi degan niyatni qilsa, bu katta maqsad. Bu Allohdan so'rayapti. Jamiyatga ko'proq foyda beray, shu ozmi ko'pmi insonlar meni nonimdan foydalanishyapti. Ana shu niyatni qilsa oliy maqsad. Endi qancha niyat qilsa, o'sha qalbi bilan niyati bir xil bo'lsa, ya'ni yaxshi niyatli inson bo'lsa, katta maqsadlarga Alloh yetkazaveradi. O'sha 50 ta filialni ham ochadi, 500 ta filial ham ochadi, loyiq bo'lsa agar. Umuman loyiq bo'lish uchun asosiy narsa bu jamiyatga xizmat haqida o'ylash kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizni o'ylasak, o'zimiz bilan band bo'lib qolamiz. Biz xalqni o'ylaydigan bo'lsak, jamiyatni o'ylaydigan bo'lsak, Alloh bizning hamma muammolarimizni hal qilib qo'yadi. Buni men hayotda juda ko'p ko'rganman, juda ko'p isbotini topganman. Qachonki odam o'zi, faqat o'zim, oilam, bolam, hamma o'zimga bo'lsin dedimi, banisadan, muammolardan bosh ko'tarilmaydi. Doim u kasal bo'lgan, u yer og'rigan, bu yer og'rigan muammoda yuraveradi. Prosta guvoh bo'ldim shu narsani. Hayotda qarashlarim shu narsani isbotladi. Va qachonki jamiyatga xizmat qilishim kerak deganlarda oilasida bunaqa ko'p muammo ko'rmadim. Ha deb bu yerga og'rib qolib boravermaydi. Ha deb muammoga kirib qolavermaydi. Nimaga? Jamiyat haqida o'ylab yuradi. Kim jamiyat haqida ko'proq o'ylasa, Alloh uni hamma muammolarini hal qilib qo'yadi deyman. Meni shu joygacha meni asosiy so'zlarim edi. Hammanglarga rahmat. Endi savollarga o'tsak bo'ladi. Iste'dod qilaman deganingizda otangiz norozi bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Rozi qilish kerak. Yo'q, nima qilmaysan buni bo'lish. Lekin siz unga qiziqasiz. Siz iste'dodingiz masturda u. Iste'dodingiz mastur. Iste'dodsiz bo'lib turib yo'l kesishadi. Xo'p, o'sha savolni qaytaryapsiz hozir. Yo'q, mayli, to'ldirib ketaman. Iste'dodingizni avvalo siz hali bilmasligingiz mumkin. O'zi Alloh ma'lum bir yoshga kirganingizda sizni shu paytgacha u yerda, bu yerda iste'dodim shekilli deb o'ylab yurgan tajribalaringizni sizni foydangizga qilib qo'yadi. Masalan, kimdir qaysidir sohada o'qiydi. Umuman iste'dodidan begonaga o'xshaydi, teskariga o'xshaydi. Kimdir yana qaysidir sohada ishlaydi, aslida iste'dodi oliy maqsadiga teskari bo'lishi mumkin. Lekin aslida ana shular bir kun kelib foyda beradi. Demoqchimanki, hozir ota-onangizni yo'naltirganiga yo'nalib ketaverish kerak. O'zi siz noto'g'ri deb o'ylasangiz ham ertaga sizni foydangizga xizmat qiladi. Endi ma'lum bir yoshga yetdingiz, endi avvalo tushuntirasiz ota-onaga iste'dod nima, o'zi jamiyatga nima berish kerak. Imkon qadar tushuntirishga harakat qilasiz. Oxirgi variant bo'lmasa endi iloji yo'q. Ya'ni bir kun kelib u ham foydangizga bo'ladi. Xo'p, savolim. Hozir. Gapiravering. Xo'p, boshda aytib o'tdingiz, sherikchilik deb turibman. Sherikchilik boshlayotganda uchinchisi bo'lib turib, agar ixlos bilan agar yurakdan ishonib turib qilinadigan bo'lsa, Alloh ularga uchinchisi bo'lib turib qo'shiladi deydi. Sherikchilikda. Ayshalik saytida gaplar. Xo'p, endi shu poложениеda birga ishlayotgan joyda ikkita odam birga bo'lib turib komanda tuzilyapti, katta komanda tuzilib turib, qanaqadir kompaniya masalan, IT park o'xshagan joy ochilyapti. Endi shu joyda rivoji uchun,
ikkala taraf ham harakat qilyapti. Harakat qilgan joyda endi komanda bilan birga bo'lib turib, yana ham kattaroq komanda tuzib turib, nima desam ekan, sheriklarni ko'paytirib qilish yaxshimi yo bo'lmasa o'sha komandani kuchaytirib, komandani ichidagi odamlarni kuchaytirib kelgan ko'tarilish kerak. Xo'p, ichidagi odamlarni kuchaytirishdan foyda, pulni ko'paytirib demoqchimisiz? Yo'q, kuchaytirish degan ma'noda bilim berib, anaqa har xil nima desam ekan, yangi narsalar o'rgatib, ularga ham o'zimizdan o'rganib turib, shu bilan birga ko'tarilish degan ma'noda kelyapti. Savolingiz borini o'qitib, borini o'rgatganim yaxshimi yoki o'rganganlarni ko'proq olib kelganim yaxshi? Ha, shunaqami savol? Ha, to'xtang, bitta narsani qo'shib ketmoqda. Agar bizda ishlayotgan odam, desam, endi Alisher Saidov gaplari anaqa bo'lgan, o'sha atrofimizdagi, ichimizdagi o'zimiz ishlab yurgan odamlar bizga sadoqatli bo'ladigan bo'lsa, bizga ishonchli odamimiz bo'ladigan bo'lsa, ularni o'rgatib olib ketish kerak degan joy bor. Endi shunaqa o'rganib, hamma narsa ilmida zo'r odamni o'ziga tanlab oladigan bo'lsa, shularni olib ketish kerakmi yo bo'lmasa o'zimiz bilan birga yurgan odamlarni kuchaytirib olib ketish kerakmi demoqchiman. Xo'p, uni aynan bitta narsa to'g'ri deb bo'lmaydi. Qaysi paytda qaysi to'g'ri degan narsa bor. Masalan, biznesni boshlanish urug'ini bor. Hamma narsa pulga borib taqaladi. Ya'ni biznes o'zidan tushayotgan pul o'zini oqlasa, ya'ni bemalol $50,000 sof foyda ko'ryapti. Unda sirazi tez yaxshi xodimlarni qo'yish kerak. Ya'ni kuchli xodimlar. Hali misol uchun siz kimnidir o'qitib tayyorlayman desangiz, u undan chiqadimi, chiqmaydimi bilmaysiz. Undan ko'ra nimanidir qilgan, natija ko'rsatgan odamni qo'yib qo'yishingiz kerak. Agar u pulini oqlasa. Ya'ni sizda уже tak foyda bo'lib turibdi. U qimmatga ishlaydi unaqa xodimlar. Tayyor уже qayerdadir tajriba orttirgan xodimlar qimmatga ishlaydi. Uni sizni foydangiz oqlab turgan bo'lsa, masalan, men yarmidan foydamni ketsam ham zo'r xodimlarni ishlatib 50 ming emas 500 ming qilay deyman. Lekin hali o'zi endi $5,000 foyda ko'rib turgan bo'lsam, imkoni yo'q, ichkaridan chiqaraman. Ichkaridan tayyorlashga harakat qilaman. Shu? Yana savol bor shu joyda. Endi dabag'angan qilib ketishim kerak o'zim uchun. Qarang, shu $50,000 sof foyda olib kelayotganda $500,000 ga olib chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, yaxshi ishlarni o'zimga oladigan bo'lsam, kichik qilib turib oladigan bo'lsam, ular vafodor emas, keyingi boshqa kattaroq kompaniyani chaqirib qolish pulni normal pul men ketib qolsa. Ketib qolishi ham mumkin vafodor ishchilardan ko'ra. Agar sizni boshqaruv ilmingiz bo'lsa, uni boshidan test qilib ola olasiz. Ya'ni rostdan ham sizga vafodormi yoki yo'q, yoki sizga emas, va'dasiga vafodor bo'lish kerak odam. Va'dasiga vafodormi yoki yo'q deysiz va va'da olasiz, shartnoma qilasiz va ichki tartib qoidalar bilan tanishtirasiz. Ma'lum bir filtrdan o'tadi, keyin ishga olasiz. Ya'ni sinov muddati degan narsa bor. Bizga masalan ishga kirmoqchi bo'lsangiz, kamida 10 kun, 15 kun sinov muddatidan o'tasiz. Hatto meni qarindoshim bo'lsa ham xuddi shunaqa formatda ishga olaman. Demoqchiman, ana undan o'tsa, marhamat, qayerda ishlagan bo'lsa ham shundan o'tsa keyin ishga olasiz. Xo'p, orqada bitta ukamiz savol bermoqchi edi, qo'l ko'tardi. Ha, o'sha. Ha, onangiz nima deydi? Nima? Siyosatchi, ha, siyosatchi. Dadangiz doktor bo'ldi. Dadangiz o'zi doktormi? Ha. Ha. Xo'p. Endi bilmayman. Iste'dodingiz nima o'zi? Siyosatchilikmi? Xo'p, bu yerda aniqlangan iste'dodlar. O'zi testlar ham bor va ma'lum bir testlar. Qaysi birida bir-bir o'tishni xohlaysiz? Bu, tamam, siyosatchi bo'layman. Ikkilanmang. Hali sportsmenlarga havas qilmaylar dedingiz. Shunga sport bilan shug'ullanishni emasmi? Yo'q, men sportsmenlarga havas qilmaylar demadim. Qachon aytdim? Sportchilarning keysini aytdim. Ha, aytib bermadim-a u joyini. Kambag'al lotereya yutganlar 1 yilda bankrot bo'ladi dedim-ku. Xuddi shuni singari sportchilar ham lotereya yutgan dedi. Ya'ni sportdan $200,000 pul yutgan. 2016-yilda Rio de Janeyroda bo'lgan jangda boksda Hasanboy, Ruslan, yana bir nechta sportchilar yutishganda sportdan. Va Ruslan Nuruddinovning o'zini aytishi bo'yicha 1 yilga qolmasdan hali pul yo'q bo'lib ketgan. O'zini aytishi bo'yicha. Va men boshqalarini ham shaxsan yaqindan taniyman, ba'zilarini. Ofshi Boburjon 1 million pul yutibman deyapti. 2000 nechinchidir o'sha 5-10 yildan beri
Ofshi 1 million dollar pul yutibman deyapti, lekin men so'zlaridan bilaman, hali qo'lida dadil 100 ming pul yo'q. Shunaqa gap. Men sportchi bo'lmayman demadim. Sportchi bo'lsa ham mana shunaqa mana chet eldagi sportchilar bor. Boshqa ilmlar mana ilm shuni bilib olinglar, avloddan avlodga o'tadi-da. Sizlarda olgan ilminglarni avlodinglar olish shart emas, ya'ni oladi, prosta ozgina harakat qilib qo'ysa o'rganib oladi. Masalan, sherikchilik ilmini o'rgansangiz, o'z-o'zidan farzandingiz, sizni farzandingiz. Hali ilmini teoriyasini bilmasa ham o'zi qoidalarga asosan ishlab ketaveradi. Chunki u kodlardan o'tadi, ya'ni genetikadan o'tadi. Demoqchiman, Yevropadagi sportsmenlarni qarasangiz, katta-katta pul topishadi va sirrazi nima qilishadi? Yaxshi investitsiyalar qilishadi. Masalan, Ronaldodir, boshqadir. Chunki ularda o'zi avloddan avlod 700 yildan beri mustamlaka bo'lmagan ular davlatlarida. Va shuni evaziga shartnoma qilib, qanaqa kelishuv qilish kerakligini bilib, juda chotki kelishuvlar bilan biznesga kirishadi. Biznikilarchi Ruslan aka bitta kimgadir pul tikib qo'ygan. Plus shunaqa. Keyin uni aldab ketishgan. Qanaqa qilib kelishuv qilish kerak, kasal bo'lib qolsa nima bo'ladi, kimi vazifasi nimadan iborat, kelishuvda yozmagan, uni bilmaydi ilmini. Shuning uchun agar siz hozir ilm oladigan bo'lsangiz, sizning farzandingiz bu ilmlar bilan birga tug'iladi. Ya'ni sportsmen bo'lasizmi, boshqa bo'ladimi? Man ilmini oling, marketingni o'rganing, sotuvni o'rganing, sherikchilikni o'rganing, biznesni o'rganing, fiqhni o'rganing, hammasini o'rganing, mana sportsmen bo'lib pul toping agar iste'dodingiz bo'lsa. Ya'ni iste'dodingiz shu sportda bo'lsa, bo'ldi, g'olib bo'ling, pul toping, faqat yo'q qilib yubormaslik uchun boshqa ilmlarni ham o'rganing deyapman. Shu, men sportsmenlarni yomon demadim, naborot, o'zim ham qiziqaman sportga, o'zim ham sportchi bo'lganman. Hozir ham anaqa qilib turaman, sal-pal qimlab turaman. Xo'p, qizlardan endi. Biznesni boshlash va rivojlantirish uchun jamoaviy ishlash qanchalik muhim yoki Biznesni boshlash va rivojlantirish uchun. Boshlash uchun bitta ikkita bo'lsa ham yetadi deb o'ylayman. O'zimman biznes degani xodimlarni o'sha jamoani ishlatish degani, javob qarasa. Biznesmen, ya'ni tadbirkor aqlli insonlarni ishlata olgani uchun tadbirkor bo'ladi. Ya'ni iste'dodli insonlarni ishlata olgani uchun. Biznesmenlik iste'dodi ana shundan iborat. Ya'ni biznesmenlik iste'dodi iste'dodli insonlarni bir joyga jamlab ishlatish. Demoqchimanki, o'zi jamoadan iborat bo'ladi, lekin boshida birdaniga ko'p pul tikish shart emas yoki boshida hamma narsani o'zingiz qilasiz. Va faqat qachon biznesmen deb bilasiz o'zingizni desa, o'zingizdan boshqa insonlarni kerakli joylarga joylashtirib bo'lgandan keyin biznesmenman deysiz. Ungacha o'zingizni ishchi deb bilishingiz kerak. Hozirgi o'zini biznesmen deb yurganlarning juda ko'pi oddiy ishchi, sotuvchi, oddiy omborchi, skladchi, dastavshik shunaqa. Lekin o'zini biznesmenman deydi. Demoqchiman, fikr shunaqa bo'lishi kerak. Men hozir ishchi bo'lib yuribman, ya'ni o'zimni biznesimda o'zim ishchiman. Lekin ma'lum bir vaqtdan keyin har bir insonni o'zini vazifasiga qo'yib qo'yaman, o'zim biznesga aralashmaydigan holatga chiqaman degan fikrda yurish kerak bo'ladi. Lekin hamma narsa signal pulga borib taqaladi. Pul qanchalik o'zini oqlayotgan bo'lsa, biznesmen haligi katta maqsadi borligi uchun, o'zim aralashmasam ham pul biznesim ishlasin degan maqsadi borligi uchun nima qiladi desa, topayotgan foydasini yarmini doim yaxshi xodim olishga ishlatadi. Muvaffaqiyatsiz biznesmenlar hozir $1000 ga bitta yaxshi ishchi olganimdan ko'ra o'zim ishlayman deydi. 10 yildan beri bitta do'kon ichida ishlab yuraveradi. Sizlarga katta gaplar gapirib yuboryapman, yoshlarga ko'taryaptimi ish qilib? Malades, iqroda ancha yaxshi tarbiya olyapsizlar ekan. Chunki sizlarning yoshinglarda emas, tadbirkorlarda ham miyasi ko'tarmayapti hali. 30, 40, 50 yoshli tadbirkorlar keladi bizga. To'xtang, men qanaqa qilib deb turaveradi. Rostdan-da o'zingizdan birga o'qidingiz o'g'ani. Savollarni bilasizmi? Bo'lmasa 15 yildan beri biznes qilib kelyapti, miya ko'tarmaydi. Qanaqa qilib bu shartnoma qilsam ketib qolmasa xodim bir narsalar deb savol beradi, lekin sizlardan ham anaqada savol. Sizlarning savolinglar ancha-muncha biznesmenlardan ham yaxshi bo'lyapti, ko'z tegmasin. Qani? Ana sinimiz mana qizlardan ham bitta ikkita nima qilib olaylik, keyin sizga. Ilm olish uchun, xo'p, muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lish yoki muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun muhim bo'lgan ko'nikmalar, ilmlar bor. Ularni sanab o'taman hozir va o'shalarning ichida sizda qaysi biri kam bo'lsa, o'shundan boshlashingiz kerak. Masalan, nutq ko'nikmasi.
Ya'ni muvaffaqiyatli bo'lish uchun nutq juda katta ahamiyatga ega. Ishoning, ikkita odam bir joyga ishga kirmoqchi. Bittasi zo'r ish biladi, bittasi zo'r gap biladi. Gap bilgan kirib ketadi ishga. Ya'ni ham ish to'g'ri endi uzoqqa bormasligi mumkin agar ish bilmasa. Lekin ikkalasi ham ish biladi, bittasi ishni ham, gapni ham biladi. Yani ikkitasidan bittasi ishni biladi, bittasi ishni ham, gapni ham biladi. Yoki xullas kalom, nutqning ahamiyati juda katta. Biznesmen bo'lasizmi, любой sohada xodim bo'lasizmi, farqi yo'q. Nutqning ahamiyati juda ham katta. Bu bir. Nutq ilmi, muzokara ilmi. Alohida nutqni muzokarani ichiga kiritib yuborsa ham bo'ladi, muzokara lekin boshqa ilm. Sal farq qiladi. Muzokara ikki tomon suhbatlashayotganda bir masalaga kelish kerak, o'zini foydasiga yoki ikkala tomonni foydasiga hal qila olish. Muzokara ilmi alohida o'rganish kerak. Fiqh ilmi. Yozib ketinglar-da. Uka ismingiz nima edi sizni? Aktiv qatnashyapsiz. Bahodirjon? Burxonshoh. Yozib keting, keyin so'rashsa berasiz. Faqat pulga bering, bepulga bermang. Xo'p, birinchisi nutq, muzokara, fiqh, time management, ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlash, to'g'ri tartiblash. Marketing, sotuv masalan. Marketing, sotuv alohida yozinglar. Chunki marketingni o'rganmasangiz qiyin. Diplomatiya o'sha muzokaraga kirib ketadi. Psixologiya, inson psixologiyasi o'sha marketingning ichiga kirib ketadi u ham aslida. Ya'ni insonning psixologiyasidan kelib chiqib marketing qilinadi aslida. Sport, chunki sport miyani fikrlashini tezlashtiradi, qarorlarni tezlashtiradi. Sherikchilik ilmi, fiqhning ichiga kirib ketadi, lekin alohida yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Analitika, raqamlar bilan ishlash, xodim boshqaruvi, strategiya. Xo'p, demak, ustoz shogirdlik, oila boshqaruvi, odob va xulq, tris, pul boshqaruvi. Nasib bo'lsa, keyingi nimalarda mana shu ilm olish sirlari mavzusida gaplashsak bo'ladi. Rahmat kattakon. Sizlarga ham rahmat. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Juda manfaatli bilimlar berdingiz. Xudo xohlasa yana tez orada Inshaalloh, Xudo xohlasa. Rahmat, xush kelibsizlar maktabga. Rahmat. Shu joyda Iqro maktabiga alohida rahmat. Shunchalik yaxshi farzandlarni tarbiyalayotganinglar uchun o'qituvchilar, ustozlarga alohida rahmat. Bu maktabni tashkil qilganlarga rahmat. Va iloyim bunaqa maktablar vatanimizda ko'proq bo'lsin. Inshaalloh sizlardan o'ylaymanki, keyingi avlodda juda bir katta imkoniyatlar bo'ladi. Millatni menimcha eng asosiy tayanchi deb o'ylayman. Inshaalloh. Alloh kuch-quvvat bersin, ilm olishdan to'xtamanglar. Yaxshi auditoriya bo'ldinglar, ya'ni yaxshi savollar bilan aktiv bo'ldinglar. Hammalarga rahmat. Salomat bo'ling.